Assalomu alaykum do'stlar, Germaniya podkastiga xush kelibsizlar. Biz o'zimizni podkastimiz Germaniya deb nomladik. Nima uchun? Maniya so'zi agar o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, ruhiy buzilish, ruhiy illat hisoblanadi. Aynan bu kayfiyatni yuqoriligi, ya'ni yaxshi kayfiyat bilan kechadigan psixik o'zgarish hisoblanadi yoki vasvasa desak ham bo'laveradi. Hozirgi kunda O'zbekistondan Germaniyaga kelishni, o'zini faoliyatini davom ettirishni rejalashtirayotgan yoki xohlayotgan yoshlar yoki kattalar ham shunchaki juda ham soni ko'payib ketdi. Buni hisobiy juda ko'pchilik til kurslari qilishmoqda va undan tashqari qanaqadir yo'llar bilan Germaniyaga kelishga harakat qilib yurishibdi. Aynan shu insonlar uchun bizni podkastimiz foydali bo'ladi deb, aynan shu yo'llarni bosib o'tgan odamlar bilan suhbatlarni rejalashtirganmiz. Bu suhbatlarni hammasini yozib olib, birin-ketin YouTube'ga joylamoqchimiz. Bu narsa hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz, chunki aytganimizdek aynan shu yo'llarni bosib o'tgan tajribali insonlar tomonidan aynan bu podkastlarni muhokama qilamiz. Sizlarga yoqimli tomosha tilayman. O'ylaymanki, biz loyihamizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Like va kommentlarni ayamasdan bosib tashlasanglar, berib tashlasanglar bo'ladi. Do'stlar, hammaga rahmat, yoqimli tomosha. Xo'p, boshlaymiz bo'lmasa do'stlar, kech bo'lib ketganim uchun ming bor uzr. Hammaga assalomu alaykum, xayrli kech. Sizlar bilan Javohir Habibullayev va bizning mehmonimiz bugun Dilshod Jumanazarov. Bugun sizlar bilan o'sha o'zimiz va'da qilganimizdek aynan O'zbekistondan Germaniyagacha bo'lgan yo'lni tahlil qilamiz. Ya'ni hozirgi kunda O'zbekistondan Germaniyaga kelish uchun qanaqa yo'llar mavjud va bu yo'llarni misol uchun bosqichlari qanaqa, talablari qanaqa, yaxshi va yomon tomonlari. Aynan o'sha yo'l bilan aytaylik, kelib qoldingiz Germaniyaga va bu kelgan yo'lingizda qanaqa qiyinchiliklar bor, qanaqa osonliklar bor. Shu narsani birma-bir tahlil qilib chiqamiz. Bugun Xudo xolisa birgalikda Dilshodga mehmonimiz bilan birgalikda biz boshlasak bo'laveradi. Birinchi bo'lib Dilshodga o'zingizni tanishtirib o'tsangiz xursand bo'lardik. Assalomu alaykum hammaga. Juda taniqli odam emasman. Ismim Dilshod. Shu Germaniya bo'yicha 6 oydan oshiq viza menejerlik tajribam bor. O'qish davomida Germaniyada 2 yil oldin 2023-yilda, 2 yildan oshib qoldi, 23-yilda bo'lganman. Feren job ko'pchilik biladi. Working Travel dasturi bo'yicha qatnashib kelganman. Shundan keyin Germaniya bo'yicha ishlab boshladik, qiziqib boshladik, ma'lumot yig'ib boshladik. Bugun Xudo xolisa qo'ldan kelgancha bor ma'lumotlarni ulashishga tayyorman. Kattakon rahmat. Xo'p, hozir Dilshod bey aytganidek, Dilshod beyni hozir aytsak bo'laveradi, viza ekspert, ya'ni viza bo'yicha mutaxassis, aynan Germaniya vizalari bo'yicha mutaxassis desak ham bo'laveradi. Shu sababli bugun Xudo xolisa o'zimizni savollarimizga, aynan boya aytib o'tganimizdek, O'zbekistondan Germaniyaga kelish yo'llari haqidagi savollarimizga Dilshod beydan javob olamiz va ba'zi bir qismlarini men o'zim ham to'ldirib ketishga harakat qilaman agar qo'limdan keladigan bo'lsa, bu albatta. Xo'p, demak bugun boshladik. Bizning mavzuyimiz Dilshod bugun gaplashishimiz kerak bo'lgan narsalar bular til kursi. Birinchi navbatda hozirgi kunda trendga chiqdi desak ham bo'laveradi, chunki juda ko'pchilik shu narsadan foydalanib, ya'ni til kursi qilib Germaniyaga kelmoqchi, chunki termin, ya'ni elchixonadan uchrashuv olish vaqti juda ancha osonroq va til kursiga kelish ozgina vizani tezroq olishgani uchun aynan til kursini hozir trendga chiqardi. Sal tezroq bo'lyapti, boshqa qaraganda tezroq chiqyapti. Xuddi shunaqa. Bundan tashqari yana gaplashishimiz kerak bo'lgan mavzular bular Ausbildung, bu nechadir yildan beri to'xtamaydigan trend desak ham bo'laveradi. Weiterbildung haqida gaplashamiz. Bu bilan juda unchalik ko'p bo'lmagan sondagi odamlar hozir Germaniyada, lekin buni ham iloji bor, buni bilamiz. Keyingisi o'sha talaba bo'lib kelish. Germaniyaga misol uchun maktabni bitirib kelishga qiziqadiganlar juda ham ko'p va universitetda misol uchun o'qishni boshlab turib, o'qishni ko'chirib kelaman deganlar juda ham ko'p. Shuning uchun aynan bu sohaga, bu yo'nalish ham juda ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak degan umiddaman. Keyingisi au pair dasturi, bu oilalarga o'gay farzand bo'lib kelish desak ham bo'laveradi, qo'shtirnoq qilib ichida aytadigan bo'lsak. Keyingisi Fachkraft, bu MFA, bu meni auditoriyamda juda ham ko'pchilik tibbiyot xodimlari bo'lgani uchun aynan MFA va Hilfskraft bo'lib kelishga qiziqadiganlar bor. Bu haqida ham alohida gaplashib o'tamiz. FSJ, BFD, bu eski usullardan bittasi, lekin hali ham bor. Oila birlashtirish haqida ham alohida gaplashib o'tamiz, xudo xolisa. Va oxirida savollarning hammasiga javob beramiz birma-bir. Xo'p, Dilshod bey, tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Birinchi mavzuyimiz, gaplashishimiz kerak bo'lgan narsa bu til kurslari. Xo'p, til kurslari o'zi nima? Birinchi navbatda. Til kursi shu o'zini nomi bilan Germaniyada til o'rganib kelish yoki Germaniya til o'rganib
uzoq muddatli nasional D vizani oladigan bo'lsa, u yerda qolish haqida bo'lgan narsa. Endi qolish prosessi sal qiyinroq masala. Ungacha til kursi uchun o'zi nimalar kerak, nimalar qilish kerak, qanaqa dastur. O'zbekistonda ham xuddi o'quv markazlari kabi Germaniyada ham til maktablari, universitetlarning ichidagi yoki til kurslari bo'lsa, o'shanga hujjat topshirib, undan qabul xatini olib, til o'rganishga borish. Til kursining o'z vizasi faqat til o'rganish uchun borish. U boshqa viza turlariga nisbatan hozirgi davrda tezroq chiqyapti. Chunki vizametrik o'rtada 1-iyuldan adashmasam ishni to'xtatdi, o'rniga Taylor's County kirib keldi, elchixonada ham uzilishlar bo'ldi, onlaynga o'tish, faxgraf yoki boshqa vizalar sal qiyinroq bo'lib qolgani uchun hozir juda ko'pchilik til kursini osonroq chiqayotgani uchun til kursi bilan borishga harakat qilyapti. Lekin hamma ham bora olmaydi bunga, chunki moliyaviy imkoniyat. Bu qismiga alohida kelamiz, Dilshodbek, hozir ming bor uzr. Xo'p, shu yerda qissa qilamiz. Til kursi demak, xuddi O'zbekistondagidaqa kurs, ya'ni o'quv markazida bolalarni o'qitib beradi. Ya'ni nemis tilini aynan xuddi shu til kursiga borib o'rganadi. Faqat O'zbekistonda emas, bu o'quv markazi, bu Germaniyadagi o'quv markazi, to'g'ri tushundimmi? Xuddi shunaqa. Faqat talabi bor, til kursini bron qilgan paytda intensiv kurs bron qilish kerak. Haftasiga 18 soatdan kam bo'lmasligi kerak bu. Haftasiga 2-3 kun borib qo'yadigan o'qish bo'lmasligi kerak. Xuddi shu narsalar haqida gaplashishimiz kerak. Endi til kursi. Aytdik, mana bu shunchaki bir o'quv markazi Germaniyadagi. Siz O'zbekistondan kelib shu o'quv markazida o'qiysiz. Ya'ni o'quvchi, talaba vazifasini bajarishingiz kerak. Endi bu narsaga qanaqa talablar bor? Mana birinchisini aytyapsiz, haftasiga 18 soat darsga chiqish kerak deyapsiz talabani. Yana qanaqa talablari bor? Tilni eng kamida A1 yoki A2 darajada o'rganish kerak. Endi A1 bilan tavsiya bermayman. U yoqda baribir borishi bilan nemis muhit, hamma til bilish kerak, joyini topib olish kerak, hujjatlarni olish kerak, tilni nemis o'qituvchilaridan o'rganish kerak. O'shaning uchun A1 juda ham qiyin masala. Eng kamida A2 bilan borgani yaxshiroq. Shuncha pul xarajat qilib borganga yarasha tezroq o'rganadi, tezroq boshqa viza turlariga yoki xullas tilni tezroq o'rganib ketadi. Tezroq o'rganadi. Xo'p, yana shu yerda savol paydo bo'ldi. O'zbekistonda sertifikat olish kerakmi uchun? Ha, hozir talab qilyapti. Oldin o'quv markazida tugatgan yoki o'sha til bilimini tasdiqlaydigan bironcha ma'lumotnoma, spravka, sertifikat bo'lsa bo'lardi. Hozir elchixona tan olinadigan xalqaro sertifikat so'rab qolyapti. Demak, kelish uchun xalqaro til sertifikatini A1 yoki A2 darajada hech bo'lmaganda olib, undan so'nggina harakat qilish mumkin bunga. Hozirda ko'pchilik yuqori daraja bilan ham harakat qilyapti. B1 bilan, B2 bilan ham harakat qilyapti. Nimaga ular faxgrafga keta olmayapti o'shaning uchun? Yuqori daraja uchun ham til kurslarini bron qilib borsa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, keyingi talab nima endi? Keyingi talab bu moliyaviy imkoniyat, ya'ni o'zini hisob raqamiga pul qo'yish kerak. Ya'ni u yoqda til kursi, til o'rganish uchun boryapti va student vizasini olib boryapti. U yoqda moliyaviy ta'minlangani haqida yoki kimdandir kafolat xati olish kerak yoki o'z hisob raqamiga pul qo'yish kerak. Bu bloklangan hisob raqam. O'zbekistonda turib pul qo'yib, muzlatilib, keyin boriladi. Xo'p, bloklangan hisob raqami bu. Bu nima degani va miqdor qanaqa bo'lishi kerak? Miqdori elchixonaning o'zini belgilab qo'ygan miqdori bor. Unda elchixonada hali o'zgartirilmagan, adashmasam 1024 yevro hali ham turibdi oyiga. So'chib 4 oyga bo'lsa 1024 dan qilinadi, lekin hozirgi paytda 1091 yevro va undan yuqori. Ko'pchilik bizda bo'lgan kandidatlarimizga 1094 dan 1-2 yevro qo'shib yoki 1100 yevrodan oyiga hisoblab pul qo'yganmiz, shunda muammo bo'lmagan. 1090 dan qo'yganimizda ham muammo bo'lgan. Tushunarli. Demak, qisqa qilib aytganda, til kursi bu Sperkonto bloklangan hisob raqami oyiga 1100 dan, ya'ni misol uchun 5 oyga rejalashtirib ketayotgan bo'lsa, hisobiga 5500 yevro qo'yish kerak, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Xo'p, endi bu summa Dilshodbek kimnidir cho'ntagiga ketadimi shunda? Yo'q, bu o'zida hisob raqamida o'z nemis bankidan birinchi hisob raqam ochiladi va o'zligini bankiga pul qo'yiladi. U pul borib tushishi bilan hisob raqamga bloklanadi. O'zbekistonda turib u pulni yechib olish imkoniyati bo'lmaydi. Faqat borgandan keyin yechib olinadi. Agar vizadan rad javobi olinadigan bo'lsa yoki safar to'xtatiladigan biron sabab bo'ladigan bo'lsa, o'sha sabab qilib ko'rsatib pulni yechib olsa bo'ladi. Pul yechib olsa bo'ladi. Xo'p, endi Germaniyaga keldim.
xuddi shu Blockshot qilib Germaniyaga kelganimdan so'ng o'sha 5500 yevro pul qo'ygan edim deylik meni hisobimga. 5500 yevroni keliboq yechib turib O'zbekistonga qaytib jo'natib olsam bo'ladimi? Zo'r savol berdingiz. Mana shu narsani bir boshdan tushuntirib beraman. Hamma borgandan keyin pulingizni yechib olasiz desa, bo'ldi borib pulimni yechib olaman deydi. Yo'q, unaqa emas. Birdaniga yechib ola olmaydi. Chunki birdan pulni yechib olib nimagadir ishlatib qo'yish mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Hammasi hisoblangan, oyma-oy limiti bo'ladi. O'sha 1100 bo'lsa, bankda uslugasi, soliqlaridan olgan holda 1100 ga yaqin pulni, 1100 emas, 1100 ga yaqin pulni oyma-oy yechib ola oladi. Ya'ni 4 oyga qo'ygan bo'lsa, 4 kun bo'lib yechib ola oladi. Demak, oyma-oy 1100 yevroga yaqin pul yechib oladi va tushunishim bo'yicha bunga ham soliq to'laydi, to'g'rimi? Ha. Bunda soliq emas, bankda o'zini uslugalari bo'ladi. Agar ko'pchilik hozir hisob raqam ochganda va super konto ochgan paytda sug'urtani o'zidan oladi. Ya'ni sug'urta oyiga 27 yevro, 33 yevro har xil sug'urtalari bor, tariflari bor. O'sha tarif bo'yicha oyma yechib oladi. Tushunarli. Summa bo'yicha demak tushunarli. Blockshot qancha muddatga kelmoqchi bo'lganingizni o'zingiz belgilaysiz va shunga mos summa qo'yishingiz kerak. Xuddi shunaqa. Endi misol uchun 2 yilga kelayotgan bo'lishi ham mumkin, ya'ni 2 yilga rejalashtirishimiz ham mumkinmi o'sha til kursini? Til kursini Men eshitganim eng uzog'i 1 yil edi. Shuning uchun so'radim. Buni endi 2-3 oyga o'zim realni ko'rmaganman, lekin ko'pchilik 3 oydan boshlab 12 oygacha qila oladi. Demak, 3 oydan 12 oygacha safarni rejalashtirish mumkin til kursi uchun, to'g'rimi? Misol uchun, agar boshida mablag' yetmaydigan bo'lsa, 4 oy yoki 6 oyga qiladigan bo'lsa, keyinchalik u yoqqa borib 2 oy, 3 oy yana cho'zdirishi mumkin. 2 oy, 3 oyga cho'zilishi mumkin. Tushunarli. Kelib cho'zdirish mumkin demak. Shunaqa, lekin 12 oydan uzoq vaqt til kursi vizasi bilan yurib bo'lmaydi. Tushunarli. Xo'p, hozircha 3 ta talabni tushundik. Birinchisi talaba bo'lish xohishi bilan borish, ya'ni borib dars o'tirishga majbur. O'sha borgan odam. Ikkinchi talab, nima esimdan chiqib qoldi? sertifikat. Til sertifikati, albatta, xalqaro til sertifikati bo'lishi majbur, kamida A1. Uchinchisi esa pul, ya'ni o'sha aytilgandaqa super konto yoki bloklangan hisob raqami. Xo'p. Keyingisi bo'ldimi? Eng asosiy talablari shu. Qolgani elchixona talab qilgan mayda-chuyda hujjatlar. Hamma viza dasturlarida bor. Bu sug'urta, viza uchun to'lovlari, motivatsion borayotgan maqsadlari. Uni ko'pchilik obunachilarimiz yaxshi bilishadi. Tushunarli. Yaxshi, hozir shu yerda savol paydo bo'ldi. Sug'urta deganingizdan keyin, sug'urtani men bilganim 2 xil turi bor. Ya'ni Germaniya sug'urtasi, O'zbekiston sug'urtasi bor. Ya'ni O'zbekistondagi sug'urta polislari ham, masalan uchun for work and travel, foreign jobga kelayotgan bolalar uchun 3 oylik sug'urta qilib beradi. Til kursiga kelayotgan bolalar ham xuddi shu sug'urtadan foydalanadimi yoki Germaniyadagi bu yerda tan olingan sug'urtadan foydalanish kerakmi? Yaxshi savol berdingiz. Ko'pchilik mana shunday chalg'iydi. Ko'p obunachilarimizga ham shu narsani tushuntirganman. Agar Schengen vizaga topshiradigan bo'lsa, ya'ni 3 oygacha bo'lgan til kursi yoki 3 oygacha bo'lgan Schengen viza topshiradigan bo'lsa, O'zbekistondan sug'urta qildirsa bo'ladi. Ular o'tadi. Agar milliy vizaga topshiradigan 4 oy uni uzoq muddatda topshiradigan bo'lsa, Germaniyadan sug'urta yoki Yevropaga tan olinadigan sug'urta kompaniyalaridan olish kerak bo'ladi. Tushunarli. Demak, 3 oydan ko'p kelayotgan bo'lsa, demak, Yevropada tan olingan sug'urta kompaniyasi bo'lishga majburmiz. Xuddi shunday. Tushunarli. Xo'p, demak, talablar bo'yicha tanishdik. 3 ta asosiy talabi bor. Buni qaytarib o'tirishim shart emas, hozir qaytardim. Endi keling, til kursini afzalliklari haqida gaplashaylik. Nima uchun odamlar til kursini tanlayapti? Bu hozirgi vaziyat, sharoit shuni taqozo qilib turgani uchun ko'pchilik til o'rganishga yoki tezroq chiqib ketishga harakat qilishmoqda. O'zi til kursini kimlar qilsa bo'ladi? Ya'ni hamma qilsa bo'ladi aslida, lekin ko'pchilikka tavsiya bermayman. Ba'zilar Ausbildung boradi, Ausbildung qilmoqchi, asosiy maqsadi hali diplomi yo'q, fachgrafga keta olmaydi. Ausbildungga borish uchun ham til kursi qilyapti. Bu juda ham ko'p muddat, ham ko'p pul mablag'ini talab qiladi. Boradi, 4 oyga Blockshot qo'yadi, o'sha pulni sarflaydi, til o'rganadi. Undan ko'ra O'zbekistonda ham B1 daraja, misol uchun kamida B1 daraja bilan Ausbildung qilsa bo'ladi. O'sha B1 ni O'zbekistonda olib, birdan Ausbildungga harakat qilish. O'shani tavsiya beramiz ularga. Agar moliya ahvoli yaxshi, fachgraf vizasi cho'zilyapti, Germaniyaga tezroq harakat qilish kerak.
bo'ladigan bo'lsa, tilni ham yaxshi biladigan bo'lsa, u yerda mustahkamlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol til kursi qilishlari mumkin. Hozirgi vaziyatda boshqa vizalar protsessi jarayoni cho'zilib ketganligi sababli ko'pchilik til kursini tanlashni afzal bilyapti. Tushunarli. Demak, eng katta afzalligi bu Germaniyaga kelguncha bo'lgan muddatning qisqaligi qolgan viza turlariga nisbatan. Bundan 5-6 oy oldin til kursiga 2 hafta, 3 haftada viza chiqayotdi. Hozir 2 oy, 3 oy cho'zilyapti. Bu dastur ham nimaga odam ko'p ko'rib chiqish sal kechikyapti. Hozir demak 3 oygacha cho'zilyapti bu viza olish. Endi bu aytmoqchi bo'lganingiz, vizaga ariza topshirib, viza olgungacha bo'lgan muddatmi yoki bo'lmasa? Tushunarli. O'zi 45 ish kuni davomida deydi, vizaga hujjatlarni topshirdi. Hozir TLS kontaktdan 45 ish kuni davomida ular ko'rib chiqadi. U 2 oydan sal oshib qoladigan muddat bo'ladi. Agar hujjatlarda nimadir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, unda yana qayta hujjat so'raydi. BFAdan xabar keladi emaillariga. Mana shu hujjatning kamchiligi bor yoki u viza prosessi cho'zilganligi sababli ko'pchiligida oddiy booking tugab qolishi mumkin, sug'urtani muddati o'tib qolishi mumkin. Til kursini qabul hatto til kursi boshlanib ketadi, lekin hali vizasini olmagan. Ularga xabar jo'natadi, til kursini yangilab ber yoki shartnomani yangilab ber, sanasini o'zgartirib ber deb xabar jo'natadi. O'sha xabarlarni jo'natib, qaytadan ko'rib chiqqunga qadar 3 oy muddatga yetib qolyapti hozir. Tushunarli. Xo'p, yana qanaqa afzalliklari bor til kursini? Aytishimiz mumkin bo'lgan. Bizda tajribamizda bu sizga o'xshab MFAga ketmoqchi bo'lgan akalar, opalar bo'lgan. Ularda hatto BX sertifikati ham bo'lgan. Termin vaqti juda ham cho'zilib ketgan. Ish beruvchi topish sal O'zbekistonda turib qiyin. Bu yerda turib xabar jo'natadigan bo'lsa, ko'pincha ko'rib chiqishmaydi ularni. O'shaning uchun ular tezroq birinchi til kursi qiladi yoki meditsinskiy kurs qiladi, FSP kurslarini. Viza olib u yerga borgandan keyin ish beruvchilarni osonroq topish uchun ularga eng qo'l keladigan dastur hozir shu. Agar albatta moliya imkoniyati bo'lsa. Tushunarli. Demak, bundan ob'ez yo'l sifatida foydalansa bo'lar ekan, to'g'rimi? Ya'ni MFAga o'sha termin kutib 6-12 oy viza jarayonini cho'zgandan ko'ra tezroq kelib bu yerda ish qidirgan osonroq demoqchisiz. Xuddi shunaqa. Tushundim. Tushunarli. Xo'p, endi to'xtang. Shu yerda bitta savol paydo bo'lib qoldi. Talablariga aloqador yosh chegarasi bormi? Yosh chegarasi rasmiy yo'q. Bizning tajribamizda 37 yosh opamizga ham chiqqan viza. 61-65 yoshga harakat qildik, ularda chiqmadi lekin. Demak 61 yoshlikda chiqmadi. Okey, lekin bu rasman emas. Rasman emas, harakat qilsa bo'ladi. O'shanga mos sabab, maqsadlarni aniq yoritib berish kerak. Tushundim. Xo'p, yaxshi. Endi qanaqa qiyinchiliklari bor til kursini? Til kursining qiyinchiliklari ko'pchilik kredit olib yoki uydagi mol-mulkini, mashinasini sotib harakat qilyapti. Bu qaysidir ma'noda oilasini rizqidan sal kechib, ozgina qiyinroq ahvolga tushirib, risk qilib ko'ryapti. Agar vizasini ololmay qoladigan bo'lsa yoki borib o'zi o'ylagandek ishga kira olmay qolsa, vizasini uzaytira olmay qolsa, bu minusga ketishi mumkin. Juda ham katta xarajat qilib qo'yadi. Ko'pchilik til o'rganish potensiali sal pastroq bo'ladi. Chunki O'zbekistonda yaxshi o'rganmagan tilni u yerga borib xuddi shunaqa yaxshi o'rgana olmaydi. Teng bo'lib u yerda nemislarni o'zlaridan yaxshi o'rgana olmaydi. Yaxshi tushunishmaydi darslarni. Qo'shimcha O'zbekistonda onlayn kurs olganlarni ko'rganman. Ularga unchalik tavsiya bermayman. Kattaroq risk qilib yoki boshqa shoshilmasdan O'zbekistonda sal yaxshiroq til o'rganib yoki ozgina moliya imkoniyati yetmaydigan bo'lsa, 1-2 oy yoki 3-4 oy sabr qilib, yarim yil boringki, yarim yil sabr qilib, keyinroq harakat qilishini. Tushunarli. Demak, o'sha talablardan biri eng katta qiyinchilik ekan. Ya'ni moliyaviy sabab, aynan shu sperkonto, ya'ni bloklangan hisob raqamiga pul qo'yish, topiladigan pul muammo narsa ekan. Eng katta muammo turib sal qiyinroq. U pul sal qiladi o'zimizda o'rta xil aholiga. Chunki 1100 euro haqida gap ketdi. 1100 euro hozirgi kunda taxminan 15-16 million o'rtasida summa bo'ladi. Bu oyiga 15-16 million atrofida. Demak, bu eng katta qiyinchiligi til kursini. Tushunarli. Endi Dilshodbek, keling, hayot haqida gaplashaylik. Til kursiga bola keldi. Til kursiga bola kelib, Germaniyada yashashni boshladi. Birinchi navbatda kvartira masalasi qanaqa bo'ladi? Ikkinchisi,
uni bu yerdagi kun tartibi taxminan qanaqa Germaniyada? Bu yoqdan bormasdan turib kvartira bron qilish juda ham qiyin. Hattoki borganlarga ham kvartira topish, kausion pullarni qo'yish, o'sha pulli muammolar. Chunki borgan zahotiyoq kvartira anmoldan qilib yoki qilmasdan turib, shpirkantosdagi pulni, hisob raqamli pulni yechib olish qiyin. Bu ham birdan bo'ladigan prosess emas. Ya'ni borgandan o'sha bankingdagi puling, ha keldingiz, senga pul beramiz demaydi hech kim. O'sha qo'lidagi pulni yechib olish qiyinligi sababli borganda birdan kausionlarni to'lab o'ziga kvartira ola olmaydi. O'zbekistonda turib kvartira anmoldan qilib yoki bron qilib borsa bo'ladimi? Borsa bo'ladi, lekin ko'pchilikda bunga tajriba ham yo'q, oldin kvartira bron qilmagan, ishonch masalasi. Qanaqa kvartiraga boradi, kimga to'lov qiladi, u to'lov qilgan odam kvartirani egasimi yoki shunga mas'ul shaxsmi? Bu masala sal qiyinroq. Borgandan keyin birinchi muammo o'sha kvartira. Hali ham o'zbeklar bir-birimizga hozir endi yordam beramiz, oldin qanaqa bilmayman. Hozir yoniga olib, yo'l-yo'riq ko'rsatib, o'zimizda ham yaxshi bolalar bor. O'zini kvartirasida joy topib, pullarni yechishga yordam berib, kvartira yordam qilyapti. Borgandan keyin topib qolyapti. O'qish boshlangandan keyin qanaqa muammo? O'qish boshlangandan keyin ko'pchilik ishlasam deydi, o'qishni o'ylamaydi, 20 soatgacha ish qidirib boshlaydi. Ishlasam nimadir qilaman. O'qishga 4-5 kun o'zi qoldirdimi, keyin yana qiyinlashib ketadi. Ya'ni boya aytganimdek, keyin O'zbekistondan onlayn kurs qidirib boshlaydi, chunki sertifikat olish kerak, Ausbildung qilish kerak yoki Fachkraftga suhbatdan o'tadigan darajada til o'rganish kerak. Tushunarli. Demak, bu yerda yana til kursida yuribdi-da, O'zbekistondagi kursdan foydalanyapti baribir. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Xo'p, kun tartibi taxminan qanaqa? Adashmasam 16 soat dedingizmi, 18 soat dedingizmi? Haftalik darsga borish kerak bo'lgan vaqt? Haftasiga 18 soat eng kamida bo'lishi kerak. O'rtacha 20 soat bo'ladi o'quv markazlarida. Bu 5 kunga bo'ladigan bo'lsa, 3-4 soat обязательно o'qishga borish shart. Bu shart. Agar bormasa nima bo'ladi? Ba'zi o'quv markazlar bor, bu narsani talabini qat'iy talab qilmaydi. Viza olib boradi, o'quvchi xohlasa boradi, xohlasa bormaydi, o'ziga yarasha. Katta o'quv markazlari bor, bularda talab qilinadi, agar o'qishga vaqtida bormaydigan bo'lsa, o'qishdan chetlashtirishi ham mumkin. O'qishdan chetlashtirishi mumkin. Bu degani viza отказ bo'lib ketadi, to'g'rimi? Yo'q. Bu viza отказ bo'lishiga sabab bo'lmasa kerak. Aniq bilmayman-ki buni lekin. Bunisini bilmaysiz. Okey. To'g'ri. Xo'p, katta ehtimol bilan viza отказ bo'lmasa kerak bunaqa holatda, chunki sizda Sberkonda, ya'ni bloklangan hisob raqamingizda summangiz bor, ya'ni pulingiz bor. Shu sababli ham bu vizangizni отказ bo'lib ketishiga sabab bo'lmaydi. Ya'ni o'qishdan, kursdan chiqib ketib qolishingiz. Lekin baribir vizangiz tugaguncha nimadir topishingiz kerak. Demak, afzallik o'zi to'lov qilib qo'ygan bo'lasiz, ko'pchilik o'quv markazlari o'qishdan ham chetlashtirmaydi. O'qishga ularga o'sha farqi yo'q, siz o'qishga borasizmi, bormaysizmi? Tushunarli. Demak, kun tartibida shu 3-4 soat kamida darsga vaqt ajratilishi kerak ekan. O'quv markazining o'zida uyga vazifalardan tashqari. Xo'p. Qolganlar shunchaki nima qiladi? Dam oladimi shunda qolgan vaqtida bolalar? Qolgan vaqtida o'zimiz o'zbeklar bilasizki, ish qidirishga harakat qiladi, ishlashga harakat qiladi imkon qadar. Ko'pchilik borganda. Xo'p, yaxshi. Xuddi shu savolni yana bermoqchi edim. Mini job degan narsa bor, adashmasam. Aynan shu til kursiga kelganlar shunaqa ish qidirib, qanaqadir ishlarga joylashishi mumkin. Bu nima? Bu orqali qancha pul topishi mumkin va maksimum bir haftada necha soat ishlashi mumkin bolalar? Haftasiga 20 soat o'zi studentskiy viza bilan borganda haftasiga o'qishda o'qiydimi, universitetda yoki til maktabida o'qiydimi, 20 soatgacha ishlashi mumkin. Qonuniy. O'zimiz bolalar ham, bizni jo'natgan bolalar ham ko'pchiligi borgandan keyin ish topishga harakat qilgan, hattoki 2-3 talab ish topgan, ular endi noqonuniy. Birinchi 20 soatgacha ishlaydigan joy bo'lsa, agar ular meni jobga hujjat qiladigan bo'lsa, bu qonuniy 20 soatgacha ishlasa bo'ladi. Bu endi bilmadim, hozir soatiga 12-13 yevrolardan tushsa kerak, sal kamroq hisoblanadi. Siz u yerda yaxshiroq bilasiz-ki. To'g'ri. Xo'p, soatiga paytimizda biz borgan paytda meni jobda bolalar 12 yevro, 11.8 dan olardi. Xuddi shunaqa. Xo'p, o'zi aslida mini job degan narsa bu boshqa Germaniyada.
Mini job uchun haftasiga o'sha minimum 6 soat ishlashingiz kerak. Adashmasam, to'g'ri aytayotgan bo'lsam 4 soat ham bo'lishi mumkin, lekin uning uchun bizni holatimizda, ya'ni biz MFLdan kelib chiqib aytyapman, ko'zim bilan ko'rgan, ya'ni talaba bo'lib turib, til kursi bilan kelgan bolalarni aytayotganim yo'q. MFA bo'lib ishlayotgan bolalar alohida mini job qilishadi. O'zini ishini puli yetsa ham qo'shimchaga pul jo'nataman deb qilishadi va bu uchun hammaga fixed, ya'ni bir xil qotirilgan holatda 580 yevro, hozir 600 yevromikan, adashmasam shunaqa atrofida pul to'lanadi. Bu hech qanaqa soliqqa tortilmaydigan pul. Endi bu hozir Dilshodbek aytayotgan narsa, talabalar Germaniyada qonunan haftasiga 20 soat ishlashi mumkin. Haftasiga 20 soat ishlaganda har bir soat uchun Mindestlohn to'lanadi. Ya'ni eng kam oylik ish haqi desak ham bo'laveradi bu narsani. Bu soat bay hisoblanadi. Hozirgi kunda Germaniyada Mindestlohn 14 yevrodan ozgina ko'proq. Va bu narsani topgan puli soliqqa tortiladi, tortilmaydi, bu narsani bilmayman to'g'risi. Siz bilmaysizmi bola? Yo'q, xabar. Tushunarli. Demak, tushunarli. Til kursiga kelib turib, o'zini yo'nalishini o'zgartirib ketsa bo'lar ekan, yo Ausbildung yoki bo'lmasa o'sha MFAga ish topsa bo'lar ekan va topkunigacha mini job qilsa bo'lar ekan va majburiy tarafi darsga borish kerak ekan. Kuniga o'rtacha 4 soatdan to'g'ri kelar ekan. Hamma o'quv markazlari ham bu narsani qat'iy talab qilmas ekan, tushunishim bo'yicha. Yaxshi. Xo'p, til kurslari bo'yicha hozir gaplashdik. Sizlar bilan 3 ta talabini, asosiysini gaplashdik, kamchilik va yutuq taraflarini, afzalliklarini gaplashdik va kun tartibi haqida ozgina gaplashib o'tdik sizlar bilan birga. To'liq kun tartibi, qanaqadir shaxsiy tajribalar haqida alohida yana sizlar bilan jonli efir qilamiz. Aynan shu narsani bosib o'tgan bolalar bilan gaplashib ko'ramiz bu masalada. Buni alohida aytganimda mavzu qilamiz. Lekin hozircha mavzuni davom ettirishimiz kerak. Dilshodbek, qo'shimcha bormi bu temada, til kurslari masalasida? Agar mikrofonlarni yoqsangiz yoki til kursi haqida savollar tushgan bo'lsa javob beramiz aka. Buni oxirida qilamiz hammasini iloji boricha, chunki agar hozir alohida qidiradigan bo'lsak, ko'p vaqtimiz ketib qoladi savollar uchun. Demak, bizda birinchi mavzu tugadi, til kursi mavzusi. Endi keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingisi Ausbildung. Boya ta'kidlaganimdek, bu nechadir yillardan beri, tarixdan beri desak ham bo'laveradi, o'zini aktualligini yo'qotmagan mavzulardan bittasi. Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Dilshodbek, Ausbildung o'zi nima? Ausbildung o'zi kimlar uchun? O'zbekistonda malakali ishchi sifatida bora olmaydigan odamlar, ya'ni diplomi yo'q, bakalavr yoki magistr diplomi yo'q, mutaxassisligi yo'q. Maktabda endi bitirdi yoki kollejni bitirgan, u kollej diplomi tan olinmaydi ko'pchilik sohalarda. Ular nima qilish kerak Germaniyaga ishga borish uchun? Ular Ausbildung qilish kerak. Birinchi o'sha kasbga o'qish kerak, praktika ishlash kerak. O'sha kasbni egallaganlardan so'ng ishga o'tib ketsa bo'ladi ular. Ya'ni birdaniga ular ishga bora olmaydi. O'shaning uchun Ausbildung dasturi bor. Birinchi Ausbildung dasturi kasbiy ta'lim. O'sha kasbga o'qitiladi, ish o'rganiladi, keyinchalik chiqiladi. Bu dasturga qanaqa topshirish kerak, nima qilish kerak, qanaqa talablari bor? Asosiy talabi sertifikat. Eng kamida B1 bo'lish kerak. Oldingi bundan hatto 1-2 yil oldinlari ham A2 bilan borganlar Ausbildung joy topib ketgan, boshqa bo'lgan. Lekin hozir yildan yilga til biluvchilar ko'p, talab ko'p. Ya'ni iqtisodiy yoki siyosiy vaziyatlar shuni taqozo qildi. Masalan uchun Ukraina yoki boshqa davlatlarda talab bo'ldi. Bundan keyin ko'pchilik Yevropaga, ya'ni rivojlangan davlatlarga borishga harakat qilib boshladik. Ya'ni Germaniyaga Ausbildung qiladiganlar ko'pchilik, birinchi qochoq bo'lib o'tganlar ham hozirchalik Ausbildung ga topshirdi. Va shuni ko'rsatdiki, hech kim A2 bilan yoki pastroq til daraja bilan u yoqqa bora olmay qoldi. Eng kamida B1 yoki B2 sertifikatda borlar Ausbildungga tanlanib boshladi. O'zimda hozirda tanishlarim bor. O'zim ukalarim til o'rgandi, 1-2 yildan beri o'rgandi. Bir B2 sertifikatlarni olishdi, lekin o'zlariga yaxshi mos vakansiya yoki Ausbildung joy topisha olmadi. Tushunarli. Hozir shu yerda yana bitta umumlashtirib o'taman, ming bor uzr. Demak, Ausbildung qisqa qilib aytganda Germaniyadagi kasb-hunar kolleji. Qachonki siz O'zbekistonda faqat maktabni bitirgan bo'lsangiz yoki kollejni bitirgansiz, lekin diplomingiz tan olinmayapti Germaniyada. Shu holatda Germaniyada kasb-hunar kollejida ishlab turib, aynan o'sha kollej diplomi bilan keyinchalik ish topib ishlab ketsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, yaxshi. O'sha kasbni egallashingiz talab qilinadi. Ausbildung o'qishi davomiyligi 2-3 yil bo'ladi.
Ya'ni haftasiga 1-2 kun o'qishga borsangiz, qolgan 3-4 kunida ishga borishingiz kerak bo'ladi. U ish siz borayotgan kompaniyadan oldindan dokumentlari hammasi qabul qilingan shartlari bo'ladi. Ya'ni o'z pasportingizni topshira olasiz. Borganda ishingiz aniq bo'ladi. Tushunarli. Talablar haqida gaplashayotgandik. Birinchi talabi bu demak B1 sertifikati hozirgi kunda aktual holatda kamida B1 xalqaro sertifikat bo'lishi kerak. Tushunarli. Xo'p, keyingi talabi bormi yana qanaqadir? Boshqa talabi yo'q. Bundan blokshot yoki o'z hisobingizga pul qo'yish talab qilinmaydi, chunki siz ishga boryapsiz, u yerda ishlaysiz va sizga u yerda stipendiya ko'pchilik oliy deydi. Oliy taklif qilganingiz sababli blokshot talab qilinmaydi. Qolgan viza talablari bor, sug'urta, motivatsiya xat, u yerdan qabul qilinganlik xati. Hamma vizada bo'lgan singari buni ham o'sha hujjat talablari bor. Asosiy buni Ausbilding asosiy talabi til bilish sertifikati. Til bilish sertifikati eng katta talab shu. Demak, moliyaviy qanaqadir talab bo'lmaydi bunga. Keyin maktabni bitirgan bo'lish shartmi buning uchun shunda? Ha, albatta bo'lishi shart. Maktab, kollej yoki universitet bo'lsa ham farqi yo'q. Kamida maktab bitirgan bo'lish shart Ausbilding uchun. Tushunarli. Endi yosh chegarasi bormi bunda? Yosh chegarasi adashmasam 35-36 yoshgacha qilsa bo'ladi. Men ham xuddi shunga o'xshagan gap eshitgan edim, ya'ni o'qigan edim, qachondir shu narsani ko'rgandim. Demak, 35 yoshgacha Ausbilding qilsa bo'ladi deb o'qigandim. Bu yana bir tekshirib ko'rish kerak, lekin menimcha to'g'ri. Shu aytganimda qayerdadir o'qigan edik buni. Tushunarli. Demak, Ausbilding talablari shu. Nima afzalliklari bor Ausbilding? Ausbildingning afzalligi, misol uchun, o'zimizda hozir maqsad chet elda o'qish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu tezroq ham pul topib, ya'ni ko'p pul sarflamasdan yoki boshqa universitetlarga, qimmat universitetlarga pul sarflamasdan, blokshot qo'ymasdan yoki kontrakt to'lamasdan turib, biron bir kasbni Yevropada egallashi mumkin. Ausbilding diplomi adashmasam Yevropaga o'tadi. Boshqa davlatlarda ham ishlasa bo'ladi. Bu Germaniya sifatida oladigan bo'lsa, Germaniyaga eng yaxshi yo'llardan biri Ausbilding. Maktabni endi tugatganlar uchun yoki kollej tugatganlar uchun, o'ziga yaxshi boshqa kasb tanlamoqchi bo'lganlar uchun Ausbilding yaxshi yo'l deb o'ylayman. Tushunarli. Demak, qisqa qilib aytganda, O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida o'qishga kira olmagan bolalar uchun agar til qobiliyati yaxshi bo'lsa, B1 darajada o'rganib turib, bemalol Germaniyaga kelish mumkin bo'lgan yo'llardan bittasi bu, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. O'zbekistonda ham ko'pchilik universitetlarga kontrakt o'qiydi. Misol uchun, o'zim yaxshi tanishlarim bor. IT bo'yicha salohiyati yaxshi, tilni yaxshi biladi. Universitet tugatgandan keyin shunchaki ish topa olmaydi ular yoki o'qish tugatgungacha uning motivatsiyasi so'nib ketadi. Agar Ausbilding dasturini tanlaydigan bo'lsa, o'sha sohaga oid. Bu yerga borgandan keyin ham birdaniga ishlaydi, praktika qiladi, diplomini oladi. O'zbekistonga qachondir qaytib kelgan taqdirda ham IT bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, bu misol keltiriladi. IT bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, undan diplom talab qilinmaydi. Ya'ni hamma joyda ishlasa bo'ladi. Bu yaxshiroq yo'l. Ba'zi hollarda universitetdan ham yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Tushunarli. Hozir shu yerda tushunmovchilik bo'lib qolmasin. Maktabni bitirdingiz, Ausbilding qila olasiz. Bu yerda kollej o'qigan bo'lsangiz ham, universitetni bitirgan bo'lsangiz ham, Ausbildingga boshqatdan hujjat topshirsangiz bo'ladi deganim. Okey. Afzalliklarda yana birorta bormi? Afzalliklardan borganida sirazi pul topib boshlaydi. Ya'ni ko'pchilik kompaniyalar yotoq joyigacha aniq qilib beradi. Kvartirasigacha aniq tayyor qilib chaqiradi. Borganda kvartirasi, yotoq joyi, ishi tayin bo'ladi. To'g'ri, pulini olib qoladi. Bu uchun, misol uchun, kvartirasiga pul ajratib qolishi mumkin, lekin qiynalib ish qidirib yoki kvartira qidirib yurmaydi. Demak, kelganda ishi va joyi tayyor. Xuddi shunaqa. Ovqatini pishirib yesa bo'ldi. Xuddi shunaqa. Qo'pol qilib aytganda. Okey. Yana bitta afzalliklari bor Ausbildingga kelishi. Misol uchun, bu narsani men ta'kidlashim mumkin, chunki biz o'zimiz MFA bo'lib ishlayotgan paytimizda klinikalarda MFAlarni Ausbilding qilayotganlarni ko'ramiz. Atsubi deymiz biz ularni. Bularning yaxshi tomoni, boya deb aytgandaqa haftada 2 kun darsga boradi xolos. Haftada 2 kun darsga
haftada 3 kun praktika, ya'ni o'sha ish joyida o'sha ishni qiladi. Siz shunda Ausbildungni bitirgan paytingizda sizda allaqachon 3 yillik tajriba bo'ladi. Ya'ni 3 yil siz o'sha joyda ishlagansiz yoki 2 yil o'qigan bo'lsangiz, 2 yil o'sha joyda ishlagansiz va shu narsani yaxshigina tushunasiz. Ya'ni sizga u yangilik bo'lmaydi. O'qishni bitirganidan keyin, misol uchun O'zbekistonda ham bor, Germaniyada ham bor, o'qishni bitirdingiz, ish joyi qidirishingiz kerak. U ish joyi sizni olish kerak. Ko'p joy tajriba so'raydi, boshqa narsa so'raydi. Ausbildung yaxshi tomoni, bitirdingiz, siz o'sha joyda qolishingiz ham mumkin. Agar mabodo qolmaydigan bo'lsangiz, sizni allaqachon o'sha 2 yillik, 3 yillik staj, ya'ni tajriba bor degan. Afzalliklardan bittasi bu. Yaxshi. Qanaqa kamchiliklari bor Ausbildungning? Kamchiliklari ko'pchilik o'ziga noto'g'ri yo'nalish tanlab qo'yishi mumkin, kasb tanlab qo'yishi mumkin, shu bo'lishi mumkin. Bu endi hammaniki o'zidan kelib chiqib, nimadir kamchilik deya olmayman. Ya'ni agar ishlashga sal qiyinchilik bo'lib qolishi mumkin, noto'g'ri kasb tanlab qo'yadigan bo'lsa, 3 yil umri o'tishi mumkin. Yaxshi kasb tanlasa ham Ausbildung davomida pul ko'proq maosh ola olmasligi mumkin. Maksimum 1200 yevrogacha olishi mumkin. Endi bu soliqlar, o'zining kundalik xarajatlari, uydagilarning ahvoli sal yomonroq bo'ladigan bo'lsa, bu hammamiz o'zimiz uyga ko'proq pul chiqarishga harakat qiladi, qo'shimcha ish qiladi. Shunda sal qiynalishi mumkin. Juda katta kamchiliklar yo'q deb bilaman. Yaxshi. Demak, umumlashtiraman yana afzalliklari va kamchiliklari. Birinchi afzalligi bu O'zbekistonda joyingiz topolmagan bo'lsangiz, qo'pol qilib aytganda albatta, joyingiz topolmagan bo'lsangiz, ketish uchun yaxshi usullardan bittasi. Bir darajada nemis tilini o'rganish unchalik qiyin emas. O'rgansangiz ketaverasiz degani. Rossiyadan yaxshiroq variant nazarimda, faqat aytganimda nemis tilini o'rganib qo'yish kerak bu yerda. Xo'p, keyingisi uy-joyingiz, ishingiz tayyor bo'ladi, ya'ni kelib bosh qotirmaysiz, oldindan hamma narsasi aniq, tayin joyiga kelib ishni boshlaysiz. Uchinchi yaxshi tomoni o'qish va amaliyotni tengidan ketishi va tayyor bitirgan paytingizda tajribali kadr bo'lib yetishishingiz. Kamchiligi bo'lsa, o'ziga noto'g'ri bo'lgan yo'nalishni tanlab qo'yish, ketsam bo'ldi deydiganlar bor-da, shuning uchun qarab o'tirmasdan chiqqanda gazni bosib ketaveradi-da, keyin borganidan keyin o'zi uchun emasligini tushunib qoladi ko'pchilik bu yo'nalishni va bu eng katta kamchiliklardan bittasi. Va moliyaviy depressiya bo'lishi mumkin, bu yerda bosim bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki Dilshod aytganidek maksimum 1200 yevro sizga oylik beradi. Bu oylik emas, aslida bu stipendiya. Endi bundan soliqlar ushlab qolinadi, bundan kvartirangizga pul ushlab qolinadi, bundan yeb-icharingizga pul ajratishingiz kerak. Bu degani sizni cho'ntagingizda oyiga juda ko'p bo'lgan taqdirda 400 yevro, 300 yevro pul ortadi xolos. Bu o'sha O'zbekistonga chiqarishingiz mumkin bo'lgan summa bu. Bundan ko'p pul ortmasligi aniq. Va xo'p, shu yerda to'xtatamiz, chunki keyingi qismini aytib qo'yishim to'g'ri kelib qoladi. Demak, umumlashtirdik biz hozirlar bilan kamchiligi va afzallik tomonlarini. Endi boyagilarga ketamiz. Ya'ni tartib bo'yicha kun tartibi. O'zi Ausbildung buni qisman gapirdik. 2 kun demak o'qishga borishsa, xuddi kollejga o'xshagan binoga borishadi, kursdoshlari bilan o'tirib u yerda dars qilishadi. 3 kun ishda bo'lishadi. Ya'ni ishlaydigan joyga borib, o'sha qilish kerak bo'lgan hamma ishlarni ular qilishadi 3 kun davomida, to'g'rimi? Xo'p. Yana qanaqa narsa bo'lishi? Savol endi. Xuddi shu talabalar, ya'ni Ausbildung qilayotgan talabalar mini-job qilishi mumkinmi? Ha, qilishi mumkin. Ularda bo'sh vaqt bo'ladigan bo'lsa albatta. Albatta ularda bo'sh vaqt bo'lsa, bu degani boya qaytarganimizdek, mini-job bu mini-job deganimizda kuniga 8 soatdan ko'pchilik. Endi men ko'rgan mini-jobchilar faqat 8 soat ishlagan, shuning uchun noto'g'ri tushunib qolmaydi. Faqat 8 soat ishlash kerak ekanda, balki 10 soatdir, balki 6 soatdir haftasiga. Lekin o'sha 580 yevro qo'shimcha pul topishingiz mumkin. Bu degani boya ortib qolayotgan 400 yevro, 300 yevro puliga 580 yevro qo'shiladi. Shunda O'zbekistonga 708 menimcha chiqarsa bo'ladi Ausbildungga kelganlar. Bu yevroda, dollarda emas. Shunaqa. Yana qanaqa narsalar bo'lishi mumkin? Aynan Ausbildung deganlarning o'ziga xosliklari. O'ziga xoslar bu sohalardan kelib chiqib aytsam, ba'zilar quyosh panellarini o'rnatish yoki bir qo'shimcha pul topib bilishi mumkin bo'lgan sohalarga kelishi mumkin. Ustachilik, shunaqa sohalarda boradigan bo'lsa, ular qo'shimchasiga pul topishi mumkin. Masalan, uchun объемный ishlar olishi mumkin, ko'proq ish qilishi mumkin. Bunda qo'shimcha
qo'liga maosh olishi mumkin va ko'proq pul topsa ham bo'ladi. Eshitganman 2000 yevrogacha pul topgan bo'ladi. Bularda qo'shimcha ishi bo'ladi, ya'ni ob'yom kattaligi hisobiga qo'liga qo'shimcha daromad tushadi. Ko'proq ish bajargan. Bu hamma sohaga emas. Ba'zilar ofitsiantlik qilishi mumkin, misol uchun hotellarda yoki restoranlarda ofitsiantlik qilishi mumkin. Bunda qo'shimcha qo'liga tepdi, ya'ni o'zimizda choychaqa deydi. Qo'shimcha choy puli tushishi mumkin. Buni hisobiga ham ko'proq pul topishi mumkin. Tushunarli. Yoki aytishliklarda ham xuddi shunaqa. Ular misol uchun kompaniyani ishlaridan tashqari boshqa ishlar olib o'ziga ishlashi mumkin. Albatta, o'zini sohasini yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, bunda ham qo'shimcha pul topishi mumkin. Tushunarli. Demak, bu omadga bog'liq bo'lgan narsa, lekin iloji yo'q emas. Ya'ni o'sha o'qiyotgan paytining o'zidayoq 2000 yevrogacha, ya'ni mutaxassis topayotgan pulgacha topsa bo'ladi demoqchi hozir Dilshod. Tushunarli. Juda go'zal. Xo'p, keyingi savol. Ausbildingga kelgan bolalar yo'nalishni o'zgartirib keta oladimi? Ya'ni ikkita hozir bo'lishi mumkin. A holat bo'lishi mumkin. Ausbilding birinchi turdan Ausbilding ikkinchi turi. Bu qanaqa bo'ladi? Ikkinchisi B holat. Ausbildingdan MFA ga to'g'ridan-to'g'ri. Yoki bo'lmasa aytaylik, Ausbilding paytida FSB topshirib, vrach yordamchisi bo'lib to'g'ridan-to'g'ri ishga o'tish qanaqa ehtimolligi bor, qanchalik qiyin? Ikkinchi savolingizdan boshlay. Ikkinchi savolingizda menda bu bo'yicha ma'lumot yo'q, lekin katta ehtimol bilan bu bo'lmaydi. Chunki siz Ausbildingga kelgan bo'lasiz va MFA ga o'tkazish juda ham qiyin bo'ladi. Chunki sizda Ausbilding vizasi bor. Ausbildingga kelganingizda boshqa sohaga o'zgartirsangiz bo'ladi, bu amalda bor. Lekin sal qiyinroq. Ya'ni bitta ishdan chiqdingizmi, boshqa ishga topish yoki boshqa kompaniyaga borish siz uchun sal qiyinroq masala bo'ladi. Shuning uchun qanaqadir to'g'ri kelgan sohani tanlab olishda maslahat bermayman. Ya'ni bitta ishdan chiqqandan keyin uni orqasida background bo'ladi. Ya'ni boshqa kompaniyaga ishga topshirganda uni orqasidan so'raydi. Bu sizga juda ham yaxshi tanish bo'lsa kerak. Ya'ni mana shu bola qanaqa edi, qanaqa ishlagan yoki nimaga u joydan chiqdi, yoki bitta joyda turib ko'proq ishlay olmaydimi deyish mumkin. Ya'ni javobim qisqa qiladigan bo'lsam, boshqa yo'nalishga o'zgartirsa bo'ladi, lekin tavsiya qilinmaydi. O'shaning uchun birdan yaxshiroq soha tanlab, o'sha sohada oxirigacha borgan yaxshi. Ba'zi Ausbilding joylari bor, talab qo'yadi. Ausbilding tugatgandan keyin 2 yil yoki 3 yil bizda ishlab berish sharti bilan qabul qiladi. O'sha joyda ishlab berish. Demak, 5-6 yil o'sha yerda qoladi degan gap. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Demak, o'zgartirish ehtimolligi juda ham qiyin. Ausbildingni vizani bitta narsani eslab qolishlarini iltimos qilgan bo'lardim, do'stlar. Viza oldi degani bo'ldi, hamma narsa o'xshaydi degani emas. Nemis vizasini alohida paragraflar bor, ya'ni alohida turlari bor. Aynan bitta turgidagi vizani boshqa turga o'tkazish uchun yangitdan viza olish osonroq. Ya'ni vizani birinchi turdan ikkinchi turga o'tkazgandan ko'ra yangi boshqatdan viza olish osonroq. Tushunishlar uchun. Ya'ni qiyin narsa, juda ham byurokratik narsa, juda ham ko'p vaqt ketadi, ba'zida xarajatdan ketadi hattoki. Ketira javob bo'yicha yana qo'shimcha qilishim mumkin bo'lgan narsa, ko'pchilik sizning yo'nalishingizda vrach bo'lish, doktor bo'lishga harakat qilishi mumkin. Har o'zbekchasiga aytganda. Ulardan til darajasi sal nisbatan yuqoriroq so'raydi, ya'ni B2 daraja. IT sohalari, meditsina sohasida yoki boshqa sohalarda, bank sohalari deymizmi, sal mavqe yuqoriroq sohalarda til darajasi yuqoriroq so'raydi. Kamida B2 yo qo'shimchasiga ingliz tili ham so'rashi mumkin. Xo'p, yaxshi. Demak, Ausbilding haqida men qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Esimdan chiqib qoldi, nima demoqchi bo'lganim bildiysizlar. Xo'p. Mabodo Chilida kimdir Ausbilding qilmoqchi bo'lsa do'stlar va hali o'zini yo'nalishini topmagan bo'lsa va farqi yo'q, men pul topsam bo'ldi deyotganlar bo'lsa Chilida iloji boricha Pflegehilfskraft yoki Pflegekraft holati sifatida Ausbilding programmasini topishga harakat qilinglar. Bu parvarish yo'nalishi, ya'ni tibbiy parvarish yo'nalishi hisoblanadi. Aynan bu yo'nalishdagilar qolgan yo'nalishdagi Ausbildingchilarga nisbatan sezilarli darajada ko'p pul topadi. Ayniqsa bitirgandan keyin. Xo'p, talabalikda deyarli farq qilmaydi, 2-3 yil ichida demoqchiman, deyarli farq qilmaydi. Lekin bitirganingizdan keyin soliqlar chiqarilmagan holatda 3,5 ming atrofida boshlanadi oyligingiz. Va agar siz kattaroq klinikada ishlab qoladigan bo'lsangiz, dejurstvo shunga o'xshagan narsalardan olib qoladigan bo'lsangiz, unda oyligingiz aytaylik eng kichkina vrachlarning oyligidan ozgina kichkinaroq bo'lishi mumkin xolos.
Bu degani shu 4 ming, 4,5 ming yevro atrofidagi summa haqida gap ketyapti. Shunaqa, qisqasi aytganda, sal ko'proq bitirganingizdan keyin sal ko'proq daromadga kirasizlar. O'zinglarning ishlarini o'zi bilan, ya'ni qilayotgan ishlarni o'zi bilan. Xo'p, endi asosiy qismiga gapirmay ketibmiz. Dilshod, nimada ham til kursi haqida ham gaplashayotganimizda bu narsani aytmabman. Keling, birinchi til kursiga bitta qaytib olaylik shu yerda. Til kursi qilish uchun step 1 dan tashqari qancha rasxod qilish kerak? Ya'ni o'rtacha qancha rasxod ketadi? Yaxshi eslatdingiz, men ham bunday yodimdan ko'tarilibdi. Til kursini to'lovi bo'ladi. Ya'ni o'zimizda universitetlarga qanaqa kontrakt to'laymiz. Xuddi shunaqa, bizda kurslar arzon bo'lganligi sababli endi Germaniya narxlari sal qimmat. Bizga xuddi kontraktdan qimmatroq tushib ketishi mumkin. Oddiyroq o'quv markazlar boshlanadi eng arzoni 250 yevrodan. Viza kurs beradigan intensiv kursi eng arzoni oyiga 250 yevrodan boshlanadi. Hozirgi davrda o'rtacha 450 dan 600 gacha kurslar, o'rtacha kurs narxlari, qimmatlari bor. Ular 800 ming shu atrofda bo'lishi mumkin. Ya'ni xalqaro universitetlarda ham til maktablari bo'ladi ichida. Universitetning o'zida. Ular sal qimmat bo'ladi. Hozir shunda hamma bu summani to'layapti, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Oldindan til kursini to'lovini to'laydi, keyin ko'pchilik 90% o'quv markazlari xuddi shunaqa ishlaydi, keyin ular qabul xatini jo'natishadi. Ba'zi o'quv markazlar boshda ham imtihon qilib oladi, ham to'lovni ham oldindan oladi. Ba'zilari boshlang'ich to'lov, misol uchun 1 yoki 2 oyligini to'lov qiladigan bo'lsa, qabul xatini berishadi. Agar elchixona bundan shubhalanadigan bo'lsa, to'lovni qolgandan to'lov qilishini talab qiladi. Tushunarli. Demak, o'rtacha holatda 600 yevro deydigan bo'lsak, rasxodini, xo'p, qo'rqitaylik. 600 yevro deydigan bo'lsak va o'rtacha holatda 6 oydan bolalar til kursiga kelyapti deylik. Shunda 3600 yevro kelishidan oldin til kursi uchun to'lov qilyapti. Xo'p, keyingi rasxodlar. Keyingi rasxodlar bu vizaning to'lovlari bor. Bular 100 yevro atrofida bo'ladi. Hozir Teles Contactda termin 480 ming so'm. Eng oddiy tarifi 450 ming so'm. Web tarifida 1 millionga yaqin, adashmasam. Sug'urta alohida oladigan bo'lsa, sug'urta tushadi oyiga 35 yevro atrofida. Hozirgi paytda misol uchun 6 oyga bo'ladigan bo'lsa 35 dan 220. Xuddi shunaqa. 210. Sug'urta puli, blok shoti, keyin kurs to'lovi bilan o'zi ancha so'mma bo'ladi. O'shaning uchun til kursiga hamma keta olmayapti hozir. Xo'p, demak, shunda viza xarajatlarini o'zi, ya'ni TLSdan termin olish va kirgandan keyin baribir viza uchun 80 yevro adashmasam to'lovi bor. 120 mi, 80 mi? Shuni hisoblaydigan bo'lsak, hammasini qo'shadigan bo'lsak, taxminan 300 yevro sug'urtalar bilan birga ketyapti deylik, taxminan, Xo'p, 300 yevro qo'shyapmiz. Bu yerga 3600 summamiz bor, 3900 bo'ldi summa. Yana rasxod bormi? O'sha 1100 dan 6 oyga hisoblab qo'shib qo'ysangiz, endi u alohida. Endi til kursini o'zi topib ketish mumkinmi? Albatta, bemalol. Bu agar savol bo'ladigan bo'lsa, gapirib o'tmoqchiman. Til kursi hozir ChatGPT juda ham rivojlangan. Misol uchun, qaysi shahardan xohlaydigan bo'lsa, menga o'sha shaharda til kurslarining ro'yxatini ber deydigan bo'lsa, chiqarib beradi. Hammasini veb-sayti bor, kirib shartlari bilan tanib chiqishi mumkin, ariza berishi mumkin, anmeldan qila oladi bemalol. Agar bu ham sal qiyinlik qiladigan bo'lsa, shunchaki Google Map'ni ochib, o'zi istayotgan joydan til kurslari deb qidiradigan bo'lsa, inglizchalar yoki nemischalar farqi yo'q, o'sha joydagi bor o'quv markazlarini chiqarib beradi. Ustiga bosadigan bo'lsa, u yerda ishlash vaqtlari bor, WhatsApp nomeri, emaili bor, veb-saytiga o'tsa bo'ladi, bemalol o'sha joylardan tekshirib, anmeldan qilsa bo'ladi. Ya'ni hammasi ham viza kursi bermasligi mumkin, hammasi ham to'g'ridan-to'g'ri apply qila olmasligi mumkin, qabul qila olmasligi mumkin, faqat shartnoma asosida ishlashi mumkin. Lekin 10 tadan 2 ta 3 tasidan javob ola olsa yoki apply qilsa bo'ladi. Demak, buni topish oson, odam o'zi qilsa ham bo'ladi, hech qanaqa rasxodsiz. Xo'p, keling endi o'zim qilolmayman degan bolalarga, misol uchun baribir ba'zi bir konsaltinglar yordam beradi, to'g'rimi? Bularning o'rtacha rasxodi qanaqa? Ya'ni qancha xizmatiga pul olishyapti? Konsaltinglar hozirda adashmasam $500 dan $1000 oladi. Ko'pchiliklari bor, borgandan keyin yotoq joyini ham qilib beraman deydi. Bular 2000 gacha ham olayotganini eshitganman. Demak, yotoq joyini prosta hal qilib beradi, pulini bermaydi hali. Xuddi shunday. To'lab bermaydi. Demak, o'rtacha 1000 deb olsak bo'ladimi buni rasxodini? 800 ming olsak bo'ladi.
Hop, 1000 oldik. 3900 ida boyagi rasvodimiz 1000 qo'shyapmiz. 4900 rasvod qilyapti Sberkontodan tashqari. Lekin o'zi topsa ham bo'ladi. Ya'ni hozirgi 1000 ga qilmasa ham bo'ladi. Xuddi shunaqa. Endi ko'pchilik nimaga qiynaladi? Hisob raqam ochishga, sug'urta olishga, til maktabi bilan gaplasha olmaydi. Sertifikati yoki til bilish darajasi yetmaganligi sababli yoki umuman ingliz tilini ham bilmaganligi sababli til maktabidan ham qabul xati ola olmaydi. Tushunarli. Demak, bu haqida gaplashdik. Yaxshi, yana qanaqadir rasvodi bormi, men bilmagan. Bilet olishi mumkin. Borgandan keyin bilet olishi mumkin. Borgandan keyin kvartirada kautsion pullari bor, o'zingiz yaxshi bilasiz. Yaxshi, endi tushunarli. Qaranglar do'stlar, endi hozir 4900 ga yetib keldik summamiz. Ya'ni til kursi haqida ketyapti, Ausbildung haqida emas, til kursi haqida gaplashyapmiz. 4900 euro bo'ldi hozirgacha rasvodimiz. Endi biletni, samolyotni biletini Toshkentdan primoy uchish hozirgi kunda 300 eurodan 400 eurogacha bo'lishi mumkin. Agar juda ham kam qolgan qisqa muddatda oladigan bo'lsangiz 500 eurogacha ham olishingiz mumkin. Toshkentdan Frankfurt, Toshkentdan Myunxenga primoy reyslarda, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri reyslarda shunaqa narx turibdi hozirgi kunda. Shu bilan qo'shadigan bo'lsak 5500 euro hisobda, plus minus, chunki ya'ni bagaj olasiz, bagajga kiyim-kechak olasiz, oziq-ovqat olasiz, boshqa balobatlaringiz bilan 100 euro, 200 euro ketib qoladi bundan. Shunga 5500 demak rasvod qilinar ekan 6 oylik til kursi uchun 5500 siz euro rasvod qilyapsiz. Bundan tashqari Sberkonto qilyapsiz. To'xtang, buni alohida qilib turamiz. Endi keyingi masala, kvartira masalasi bor do'stlar. Kvartira masalasi Germaniyada juda nozik. O'zbekistondagi o'xshab turib, maklerga telefon qilib, kvartirangiz bormi? Bitta ko'ray, menga bering deb turib, borib o'shani ko'rib turib, mana pul deb turib, sanab ertasidan tura olmaysiz bu yerda kvartirada. Oldindan kvartiralar bron qilinadi. Ya'ni siz borib ko'rasiz, beziktivnustiyami, ya'ni tashrif deyiladi, ko'rasiz. Sizdan tashqari yana nechta odam keladi, ko'radi. Kvartiraga berayotgan odam o'sha Chiledan eng yaxshilarni nomzodni tanlab turib, sizga kvartirani topshiradi. Endi VG holatida, ya'ni O'zbekistondagi talabalar holatida deylik, bitta xonada O'zbekistondagi o'xshab 6 ta bola yasha olmaydi. Yomon tomoni shu, Germaniyada bitta xonada maksimum bitta o'zingiz yashashingiz mumkin qonunan. Noqonunan bo'ladigan bo'lsa 2 kishi maksimum yashashingiz mumkin. Shu tomoni bor. Endi bu unaqa qiyin emas. Lekin buni kautsion, ya'ni depozit degan narsasi bor. Oldindan to'lanadigan zalog puli bor. Zalog puli kvartirangizni 2 yoki 3 oylik ijara puli bo'ladi. Bu degani taxminan aynan kautsion kvartiraga beradigan depozitingiz va birinchi oylik kvartira pulingiz o'zi 1000 plus 500 euro, ya'ni 1500 euro deb hisoblasak va boyagi qilgan sarf xarajatingiz 5500 ga qo'shadigan bo'lsak, shu yer o'zida sizga o'sha 6 oylik kursingiz uchun yeb-icharingizdan tashqari hali 7000 euro rasvod qilyapsiz. 7000 euro hisobda 80 millionga yaqin pul bo'ladi. Ya'ni 80 7000 euro bo'ladigan 28 uzr 100 millionga yaqin pul bo'lar ekan. 100 millionga yaqin pul bo'lar ekan. Undan tashqari yana Sberkonto, ya'ni bloklangan shot raqami qilishingiz kerak. Aytilganidek bu yo'nalish, ya'ni til kursi yo'nalishi moliyaviy tomondan qo'llab turadigan odami bor bo'lgan odamlarning yo'nalishi. Shuning uchun ham bekorga kimdir mashinasini, kimdir kredit olib aynan til kursi qilayotgani yo'q. Qisqa bo'ladi, zo'r yo'l, Germaniyaga kelish uchun eng tezkor yo'l va eng fleksibel desa ham bo'laveradi, chunki vizasini boshqa yo'nalishga o'zgartirish oson bo'lgan yo'l bu, lekin qimmat. Ya'ni yaxshigina qimmat. Uncha odamning ko'zlarini chiqarib oladigan summalar bor. Shunga tayyor turishingiz kerak. Ya'ni bitta boshlandi, shu bilan davom etaveradi. Kelgunizcha. Kelganingizdan keyin u pulni ishlab topa olaman deb o'ylamang. Agar siz o'zingiz diplomingizga mos birorta ishni bu yerdan topa olsangizgina shunda pulni chiqarib olasiz xolos. Bo'lmasa chiqarish juda ham qiyin bo'lgan narsa bu. Bilgandaqa u haftasiga 20 soat ishlab, u pulni chiqara olmaysiz. Xo'p, rasvodda adashmadimi? Hamma narsani to'g'ri aytdimmi deb so'rab. Buni kamaytirsa bo'ladi, endi bu o'rtacha yoki yuqori. Bu o'rtacha, bu o'rtacha. Buni kallani ishlatib, boya aytilgandek o'zi topishi mumkin yoki qaysi narsani arzonroqdan foydalanib qolish mumkin. Kvartirani arzonroqqa gapirish mumkin. Arzonroq topolmasa ham depozitni kengroqqa gapirish mumkin. Buni iloji bor, lekin baribir plus minus 2000-3000 tejab qolishi mumkin. 7000 hisoblagan bo'lsak, bu degani minimum 4000 rasvod qilasiz degani, minimum. Xo'p, shunaqa. Endi Ausbildung haqida. Ausbildung rasvodlari qanaqa? Ausbildingda asosan agar ko'pchilik ish joyini yoki Ausbilding joyini fermada olib beradigan bo'lsa, fermaga to'laydi. Bu 1000 eurodan 1500 eurogacha bo'lishi mumkin.
ko'pchilik u yoqda yurgan, Ausbildung qilib yurgan bolalar ham o'zini yoniga yoki o'sha ish joylarini biladigan bo'lsa, Ausbildung hujjat topshirib berishi mumkin. Ular arzonroq, 400-500, balki qimmatroq olishi ham mumkin. Shunda 500 dan 1,5 minggacha topib bergan odamga, agar o'zi topmasa yoki konsaltinglarga beradi, bilet oladi, viza hujjatlari 150-200 ga borishi mumkin. Demak, shunda aytaylik, firmaga o'rtacha 1000, qolgan rasxodlari, viza xarajati va yo'l kirasi qo'shsak 2000 ga bormas rasxod bo'lyapti shunda. Xuddi shunaqa. Bundan ham kam bo'lishi mumkin. Bunda yaxshi tomoni, boya aytganimizdek, kvartirani kautsioni, kvartira ijarasiga pul, unaqa narsalar bo'lmaydi. Shu tomoni bor. Shundan ham ancha yutib qolasizlar. Xo'p, umumiy hisobda demak, o'rtacha 2000 rasxod qilsa bo'lar ekan, Ausbildungga даже 1000 euro rasxod qilib ham ketsa bo'lar ekan. Ya'ni ishni o'zingiz topadigan bo'lsangiz, 1000 euro rasxod qilib, ya'ni Ausbildungga o'zingiz topsangiz demoqchiman, 1000 euro rasxod qilib ham ketsa bo'lar ekan. Demak, Ausbildung zo'r tomoni anchagina arzon yo'nalish, lekin fleksibel emas. Ya'ni aytganimdek, boshqa yo'nalishga o'tkazib ketish oson bo'lmagan yo'nalish. Xulosa shu. Shunaqami? Tushunarli. Xo'p, endi keling Weiterbildung haqida gaplashaylik. Weiterbildung nima? Weiterbildung bu to'g'ridan-to'g'ri Fachkraftga bormasdan, ya'ni praktika desak ham bo'ladi. Ish tajribasini oshirish uchun ishga borish. Ya'ni to'g'ri ishlashga bakalavr darajasi bormi yoki magistr darajasi bormi, yoki o'zini sohasida praktika o'tash uchun to'g'ridan-to'g'ri ish joyiga borib ishlash. Bu qanaqa bo'ladi? Bundan til sertifikat talab qilinadi, eng kamida A2 dan boshlab, hozir yuqori bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu ham bir va ikki o'sha o'zini sohasiga borib, ish joyini o'zida praktika o'taydi va keyinchalik Fachkraftga o'zgartirish kerak bo'ladi. Bu 1 yilgacha, 2 yilgacha bo'ladi, adashmasam. 2 yilgacha bo'ladi. Shunaqa. Demak, talaba til darajasi, men eshitishim bo'yicha til darajasi B2 edi. Agar qanaqadir xalqaro kompaniyaga kelmayotgan bo'lsa, aynan Weiterbildungga ingliz tili bilan bo'lib turib, nemis tilini A2 talab qilmayotgan bo'lsa, lekin agar nemis kompaniyasiga kelayotgan bo'lsa, B2 talab qilinardi. Va yana qanaqa talab bor? Bilasizmi? Asosan mutaxassisligi bo'lishi kerak. Bu talab. Demak, yo bakalavr yoki magistr o'qigan bo'lish kerak. Shunda Weiterbildung shunchaki malaka oshirishga o'xshagan narsa bo'lyapti, to'g'ri tushundimmi? Ya'ni bu Germaniyaga yo'l yoki o'zini karyerasiga yo'l deb olsa ham bo'ladi. Misol uchun borib ishlab, keyin Fachkraftga o'tib ketish, tajriba orttirish. Shunaqa. Xo'p, bu yo'nalish bilan kelganlar boshida suhbatimizni boshlatganda unchalik ham ko'p emas Germaniyada, lekin iloji bor bo'lgan yo'nalishlardan bittasi. Sizni diplomingiz tan olinishi kerak Germaniyada va siz bu yerga kelib malaka oshirasiz. Sizga vaqt berishadi, 1 yil, 2 yil. Shu 1 yil, 2 yil ichida diplomingizni to'liq tan oldiradi. Aynan shu Weiterbildungni tugatganingizdan keyin o'zingizning yo'nalishingizda ish faoliyatingizni olib borishingiz mumkin, ya'ni Fachkraft bo'lib ishlashingiz mumkin. Bu yerda Weiterbildung deganda magistratura nazarda turilmayapti, to'g'rimi, Dilshod? Magistraturini tugatganlar Weiterbildung qilganini ham ko'rmadim aka. Lekin mutaxassisligi bo'lishi kerak, ya'ni diplom kerak. Mutaxassis bo'lish kerak. Xo'p. Yana qanaqadir talabi bormi siz bilgan? Xo'p, men eslayotganlarimdan bittasi nemis tilini bilish kerak deyotganim sababi Weiterbildungchilarni juda ham ko'pi bilan elchixonada o'sha elchini o'zi yoki elchini yordamchilari nemis tilida suhbat qiladi. Boshqa hech qaysi viza turida nemis tilida suhbat qilish degan narsa yo'q. Aynan faqat Weiterbildungda men eshitganim nemis tilida suhbat bo'ladi. Menda tanish aka-ukalar bo'lgan. Ular Weiterbildungga asosan qishloq xo'jaligi sohasida ketishgan. Universitetni tugatib, ularda til darajalari A2 va bittasida B1 bor edi o'sha paytda. Ularda ham o'sha suhbat bo'lgan. Suhbatdan yiqilganlarni ham ko'rganman, suhbatdan o'tib vizasini qo'lga kiritganlarni ham ko'rganman. Ularda siz aytganingizdek, как положено suhbat bo'lgan. Suhbat bo'lgan, to'g'ri. Xo'p, men ham shu ko'rganim bo'yicha juda ham ko'pchilik Weiterbildung qilganlar yo mehmonxona yo'nalishida, ya'ni servis yo'nalishida yoki qishloq xo'jaligi yo'nalishida.
boshqa yo'nalishda writer building qilganlarni ko'p uchratganim yo'q. IT yo'nalishidagilarni bittasini ko'rdim. Lekin qolgan yo'nalishlarda hozircha juda ham kam ko'rdim. Aytganimdek writer buildingchilar unchalik ham ko'p emas hozircha qolganlarga nisbatan demoqchiman. Demak, afzalliklardan bittasi o'sha yerda malaka oshirib, o'sha to'g'ridan to'g'ri o'zini yo'nalishida, o'zini diplomi bilan fachkraft bo'lib ish boshlashi mumkin 1 yildan keyinoq. Tushunarli. Xo'p, kamchiliklar qanaqa? Buni bilmaysizmi? Kamchilik agar kamchilik haqida gapirish bunda bilmadim endi. Bu yaxshiroq yo'l. Kamchiligi bo'lishi mumkin, fachkraftga nisbatan sal oyligi kamroq bo'lishi mumkin. Shunaqa. Keyin ketish ozginagina qiyinroq bo'lishi mumkin qolgan viza turlariga nisbatan, chunki writer buildingga joy topib olish o'zi ozgina ko'p vaqt ko'p oladigan narsa. Hozir termin fachkraft bilan bir xilda muammo bo'lyapti writer buildingga ham. Xuddi shunaqa. Yaxshi, demak bunga qanaqadir qo'shimchalaringiz bormi? To'g'risi, men writer buildingga unchalik ko'p ma'lumotim yo'q ekan, aytganman, ko'p odam bu bilan shug'ullanmaganiga. Yo'q. Bu bo'yicha alohida hali suhbatlar qilamiz. Kamida 2 ta writer building qilgan odamlar bilan xudo xohlasa topib turib, ular bilan suhbat qilamiz. Bemalol o'sha paytda savollaringlarni bera olishlar mumkin. Rasxodlarni ham o'shanda alohida gaplashib olamiz. Chunki aytilganidek writer buildingga qilib beradigan firmalar O'zbekistonda unchalik ko'p emas va shunaqa qilib kelganlar soni unchalik ko'p emas. Shuning uchun to'liq ma'lumotga hozircha unchalik ham, ya'ni ma'lumotlar bor, bular ishonchli emas. Ya'ni buni hozir ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, kimnidir chalg'itib, adashtirib qo'yishimiz mumkin yo'lidan. Shuning uchun yaxshisi shu yo'lni bosib o'tganlar bilan gaplashganimiz yaxshi bu masalada. Xo'p, yaxshi. Demak, writer building shunchaki malaka oshirishdan keyin o'sha yerda fachkraft bo'lib, o'zining yo'nalishida o'zining diplomi bilan ish topib ishlab ketish ekan. Yaxshi tomoni aytilganidek qolgan yo'nalishlarga nisbatan o'zining yo'nalishini topib ketishi muddati kam. Ya'ni o'sha 1 yildayoq o'zini yo'nalishida ish topsa bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, keyingisi talaba bo'lib kelish. Dilshod, shunaqa odamlar ko'p, ya'ni yoshlar ko'p, bizda demoqchiman. Juda ko'pchiligi maktabni bitirib turib borish xohlaydi. Yoki bo'lmasa, kattalar ukasi uchun so'rayapti. Ya'ni men ukam maktabni bitiradi, Germaniyaga tibbiyot talabasi bo'lib borsa qanaqa, yoki boshqa yo'nalishda talaba bo'lib borish qanaqa. Va bundan tashqari o'qishda o'qib yurgan bolalar bor. O'zbekistonda qaysidir oliy ta'lim muassasasidan ko'ngli chiqmasdan, men o'qishimni tashabbus ham ketaman, o'sha yerda o'qimoqchiman deydiganlar bor. Xo'p, qanaqa bo'ladi bu jarayon? Birinchi navbatda talablari haqida gaplashaylik. Oliy ta'lim eng nima deydi, trenddagi soha desa ham bo'ladi. Har doim bu trenddan tushmaydi. Hamma oliy ta'limga bora oladi. Qachonki ularda eng kamida B2 darajadagi sertifikat yoki 5,5 IELTS bilan ham xususiy universitetlar qabul qiladi. Lekin maslahat bermayman. Davlat universitetlari asosan 6,5 IELTS bilan ham qabul qiladi ingliz tili yo'nalishida xalqaro talabalarni. Asosiy talabi elchixonaning talabi bor. Bunda xuddi til kursida bo'lgani kabi shperkont, ya'ni hisob raqamiga puli bo'lishi kerak. Yana qanaqa talab bormi? Agar magistraturaga bo'ladigan bo'lsa, bakalavr diplom bo'lishi kerak. Agar bakalavrga bo'ladigan bo'lsa, eng kamida maktab tugatgan bo'lishi kerak. Tushunarli. Keyin yana bitta narsa, student kolleg haqida eshitgan edim. Adashmasam, burada ham ko'pchilik talabalar student kolleg qilishga majbur degan narsa bor edi. Nimaga bu? O'zi nima bu student kolleg va nimaga qilinishi kerak? Shu ta'lim sohasini hammasini jamlab gapiraman aka. O'zingiz oxirida umumlashtirib qo'ysangiz. Student kollegdan boshlaylik unda. To'g'ridan-to'g'ri bakalavrga borish uchun xalqaro talabalar oldin student kolleg qilish kerak. Germaniyada student. Bu qanaqa dastur? Bu 1 yillik kollejga yoki litseyga o'xshagan narsa. Ya'ni repetitorga qiyoslasak ham bo'ladi o'zimizda. 1 yil bo'ladi. 1 yil o'zining yo'nalishlari va misol uchun student kolleg bo'ladigan bo'lsa, meditsina sohasidan tanlay oladi yoki boshqa 4 ta yo'nalish bor adashmasam, o'zining sohasiga oid fanlardan chuqurlashtirib o'rganiladi, ya'ni tayyorlanadi. Student kollegni tugatgandan keyin ball olinadi. O'sha balli yig'gan balli asosida universitetlarga topshiradi. Ya'ni universitetga ekzamen topshirish shart emas. O'sha ball orqali qaysi universitetga qabul qiladigan bo'lsa, o'sha universitetda o'qishi mumkin. Student kollegda ham umuman ta'lim sohasida student vizaga topshirayotganda elchixonaning talabi bor. Bu
to'liq shot, ya'ni chipper konto qo'yish oyiga 1100 dan, misol uchun studentkorlik 12 oyga bo'ladigan bo'lsa, 1 yilga o'sha pulni qo'yish kerak. Bu 13.000 atrofida pul bo'ladi. Keyin studentkorlikning o'zini kontrakti bor. Oyiga 400 dan 600 gacha o'rtacha. Agar til darajasi B2 yoki yuqoriroq sabar bo'ladigan bo'lsa, buni arzonroq qilib beradi o'sha nemis tili kursini olib tashlaganiga hisobiga fanlarda. 1 yil o'qiydi, yo'dagi o'sha o'qishi uchun o'zining yo'nalishdagi fanlarni o'zlashtiradi, oxirida ekzamen topshiriladi. O'sha ekzamenda olgan baholari asosida universitetlarga topshirsa bo'ladi. Endi hamma universitet studentkorlik talab qiladimi deydi. Talab qiladiganlar ham bor, bu ko'proq foizi, talab qilmaydiganlar ham bor. Nimaga studentkorlik o'qish kerak o'zi deydi? Bizda maktab 11 yillik. O'zbekiston misolda oladigan bo'lsak, 11 yillik maktab tugatgandan keyin bizda talabalar o'qishga topshiradi, abituriyentlar o'qishga topshiradi. Germaniyada maktablari 12 yillik ta'lim bo'lgan hisobiga bizda 1 yil vaqt mobaynida farq paydo bo'lib qoladi. O'shani hisobiga ham to'g'ridan to'g'ri bakalavrga olmaydi. Yoki O'zbekistonda birinchi kursni tugatgan bo'lish kerak yoki qaysidir universitetda 1 yil yoki foundation desak ham bo'ladi, foundation o'qigan bo'lish kerak. Xuddi shunaqa. Ko'pchilik universitetlar buni talabi bor, ba'zi universitetlarda buni talabi yo'q, studentkorlik talabi yo'q. Ya'ni bu geografik hudud misolda oladigan bo'lsak ham, hozir ko'p geografik hududlarda ham iqtisodiy krizislar bo'lyapti. Bilishimcha, ularda talabalar soni ancha kam yoki ko'pchilik ham u yoqqa borib o'qimaydi. O'shanaqa universitetlar ham studentkorlik talabini olib qo'ygan xalqaro talabalarga. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri bakalavr birinchi kursdan boshlashi mumkin. Ba'zi universitetlarni misol qilish ham mumkin. Erfurt tomonlarda shunaqa universitetlar bor. Ularda anaqa qilmaydi. Studentkorlik talabi yo'q, birdan birinchi kursdan boshlasa bo'ladi. Bu ham qaysidir ma'noda ko'pchilik uchun imkoniyat sifatida qarasa ham bo'ladi. Ya'ni juda ko'p mablag' sarflab studentkorlik o'qigandan ko'ra. Tushunadi. Xo'p, endi kelinglar shu yerda umumlashtirib o'ramiz talabini. Germaniyaga o'qishga talaba bo'lib kelish uchun birinchi navbatda studentkorlik qilish kerak. Bu qayerdadir majburiy emas. Studentkorlik o'zi nima? Rossiyada o'qiganlar biladi, podkurs degan narsa bo'lgan. Rossiyada. O'zbekistonda podkurs degan narsa yo'q. O'zbekistonda abituriyentlik degan narsa bor. O'qishga kirolmasa ham abituriyent bo'lib yuraveradi, lekin podkurs aynan o'sha universitetning qoshida tashkillangan kurslar, ya'ni abituriyentlik dasturi bo'ladi. Aynan shu abituriyentlik dasturida ular o'sha o'ziga ixtisoslashtirilgan fanlarni o'qiydi. Misol uchun, meditsina bo'ladigan bo'lsa, fizika, biologiya, kimyo, shunga o'xshagan fanlarni o'qishadi va o'qish tugaganidan keyin, o'sha 1 yillik dastur tugaganidan keyin uni ballariga qarab turib, ya'ni o'sha studentkorlikni qanchalik yaxshi bitirganiga qarab turib, o'qishga qabul qilinadi yoki qabul qilinmaydi. Endi Dilshod aytgandaqa, ba'zi bir joylarda studentkorlik ya'ni talabi yo'q, ba'zi bir joylarda bor. Lekin bitta narsani e'tiborga olishlik kerak, deyarli hamma tibbiyot universitetlarida studentkorlik bor. Xo'p, studentkorlik nima o'zi? Studentkorlik bu kreditga o'xshagan narsa. Boya aytilgandaqa, O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim 11 yil yoki oldin 12 yil bo'lgan. Germaniyada, misol uchun, tibbiyot universitetiga Germaniya maktabida o'qib turib kirmoqchi bo'lsangiz, maktabda 13 yil o'qiysiz. Ya'ni bazaviy maktab, ya'ni boshlang'ichdan keyin o'rta ta'lim, 9-sinfdan keyin gimnaziyaga ketasiz yoki o'sha abituriyent deyishadi, gimnaziyada abituriyent bo'lib o'qiladi, u 3 yil davom etadi. Shunda, 10 yilida, o'rta ta'lim, 10 yildan keyin 3 yil o'sha aytganimdek gimnaziyada o'qiydi. Adashmasam, shunaqa o'qib chiqdim, 13 yil shunda umumiy o'rta ta'lim maktabini 13 yil o'qiydi. Undan keyin o'qishga o'sha ballariga qarab turib, to'g'ridan to'g'ri emas, o'zlashtirilgan ko'rsatkichga qarab turib, ya'ni tibbiyot universitetlariga qabul qilinadi. Studentkorlikdan ham maqsad shu, bolalarni saralab olish o'sha paytda. Lekin boshqa yo'nalishlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Tibbiyotdan boshqa yo'nalishlarda demoqchiman. Va xususiy universitetlarda ham boshqacharoq bo'lishi mumkin. Shunchaki sizni savolingizni desak bo'ladi, qo'pol qilib aytganda, ya'ni sizni olgan ta'limingizni Germaniyaga tenglashtirib olish uchun qilinadigan podkurs bu
O'sha student ko'llik deyiladi. Demak, birinchi talab shu. Ikkinchi talab til darajasi, kamida B2 darajasi. Uchinchi talab sperkonto, ya'ni summa qo'yish kerak yana shotga til kursiga o'xshab turib, oyiga 1100 yevrodan. Ну, 1100 dan kamroq, lekin biz umumlashtirib aytyapmiz bu summani. Shunga yaqin. Demak, bu talabli edi. Endi yaxshi tomonlari, yomon tomonlarini gapirib o'tirmaymiz buni, chunki hamma o'zi yaxshi biladi, talabani nimasi yaxshi, talaba bo'lib o'qishi, talaba bo'lib o'qishi nimasi yomon, shunisini yaxshi biladi. Yaxshi tomonlari, O'zbekistonda emas, Germaniyada ta'lim olyapsiz, o'sha olayotgan ta'limingizni. Lekin to'g'risini aytaman, men misol uchun o'zimni singillarimga yoki ukalarimga O'zbekistonda o'qib turib keyin kelishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki baribir bu yerga kelganingiz bilan bu yerda to'g'ri praktika ko'proq, tajriba ko'proq bo'ladi, lekin o'zlashtiradigan bilimingiz ham bu yerda o'zingizni qo'lingizda. Universitet zo'r bo'lgani bilan sizni majburlab o'qitmaydi bu yerda. Shuning uchun O'zbekistonda vaqt yo'qotmasdan O'zbekistonga kirib, O'zbekistonni bitirib, keyin bizga o'xshab turib, kamida bizga o'xshab turib, bo'lmasa boshqa yo'nalishlar bilan ham kelsa bo'laveradi Germaniyaga. Shunaqa tavsiya qilgan bo'lardim. Endi bu o'sha aytganimdaqa yaxshi tomoni Germaniyada ta'lim olgan, Germaniya diplomi bor degan narsa bu. Yomon tomoni расход. Ya'ni yaxshigina summa sarflashingizga to'g'ri keladi, chunki aytilganidek sperkonto, qolgan boshqa barobatlar расходlari bor. Kundalik tartibi talabaniki bilan bir xil. Kvartira topadi, yashaydi, расход qiladi, o'qiydi, kutubxonaga boradi, darsga boradi, ishlagisi kelsa ishlaydi. Lekin tavsiya qilmayman ishlashni o'qish davomida. Shunaqa, moddiy tomondan yomon bo'lmasangiz, bemalol buni qilsangiz yarashadi sizga. Atak qolgan holatda bo'lsa, to'g'risi O'zbekistonda o'qing. Kontrakt O'zbekistonda arzon, yashash O'zbekistonda arzon. Maslahat beraman, Toshkentda emas. Toshkentda o'qiydiganlar balki bu gapimni to'g'ri qabul qilmasligi mumkin yoki Toshkentda yashaydiganlar qabul qilmasligi mumkin. To'g'risini aytaman, har qanaqa OTMda, har qanaqa oliy o'quv yurtida o'qish bu sizni qo'lingizdagi narsa. Toshkent eng qimmat shahar. Toshkentda yashash meni Germaniyada yashayotgan shaharimdan qimmat. Umumiy qilib aytganda, to'g'risini aytaman. Kvartira bizda qimmat Germaniyada, lekin Toshkentda ko'chada yurish qimmat. Bu yerda ko'chada deyarli rasxodsizroq yurasiz. Shunaqa. Toshkentdan telefon kelishiga. Xo'p, yaxshi, demak, bu haqida gaplashdik. Talaba bo'lish yaxshi yomon tomonlari, rasxodlari firma rasxodda bo'lishi mumkin. Agar topib beradigan bo'lsa, firmalar bu ham o'sha adashmasam 1000 atrofida bu ham to'g'rimi? Okay. Shunaqa rasxodlari bor, viza rasxodlari va o'sha sperkonto qo'yishimiz kerak. Bu ham bitta rasxod. Shu qo'shimchalaringiz bormi, Rashad? Studentko'likka yo'q menimcha. Okay. Agar savollarga keyin o'tamiz. Xo'p, au pair haqida gaplashaylik. Au pair nima? Bakalavr, magistrni tugallab qo'ysak deganmi? Aha. Bakalavrda ham xuddi shunaqa. Agar studentko'lik talab qilinmaydigan bo'lsa, men maslahat beraman to'g'ridan-to'g'ri bakalavrda Germaniyada o'qishni. Agar studentko'lik talabi bo'lmaydigan bo'lsa, to'g'ri, agar blokshotga imkoniyati bor talabalar bo'ladigan bo'lsa, yoki abituriyentlar bo'ladigan bo'lsa, Germaniyada o'qishlaydi. Nimaga davlat universitetlari 100% tekin, grant asosida o'qiydi. Ularda imkoniyat bor, stipendiyalar olishga imkoniyat bor. Ya'ni Angliya yoki Avstraliyaga o'xshab qimmat top universitetlarda o'qiyman deb juda ham katta, ya'ni qo'pol qilib aytganda ottikallasida kontrakt to'lash shart emas. O'sha pulni o'zini bilim olish yetib borsa bo'ladi. Imkoniyat bunda sal yaxshiroq demoqchiman. Yana bir tomoni ingliz tilida, ya'ni IELTS 6.5 bilan o'rtacha ingliz tilida ham xalqaro talabalarni qabul qiladi. Demak, nemis tilini bilishga majbur emas, ingliz tili 6.5 bilan ham davlat universitetida topshiriq hisoblanadi. Shu yerda bitta qo'shimcha qilib ketaman. Eslab qolishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Xususiy universitetlar tekin emas, davlat universitetlari tekin. Va Germaniyada men o'qiganim tibbiyot universitetlarini nazarda tutyapman. Baden-Württemberg viloyatida, janubiy viloyatlarning bittasi, aynan shu viloyatda davlat universitetlari ham pulli. Ya'ni o'ta qimmat emas, lekin O'zbekistondan ozgina qimmat. Yana bitta qo'shimcha qilib ketaman. Studentning gebyuri bor bu yerda, ya'ni talabalar to'laydigan nima deydi, badal bor. Har qanaqa davlat universitetida bor. Bu badalning miqdori semestr bo'yicha bo'ladi, lekin yiliga taxminan 200 yevro bilan 600 yevro o'rtasida bo'ladi. Bu universitetda va lokatsiyaga bog'liq. Bu degani, misol uchun 600 yevrolik siz lokatsiyada yashaydigan universitetga boradigan bo'lsangiz, bu kontrakt emas.
lekin siz to'laydigan o'sha badal 600 yevro bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olib qo'yishlik yaxshiroq bo'ladi. Talaba bo'lib kelayotganda. Bu degani O'zbekistondagi kontrakt bilan teng degani o'sha davlat universitetida nemislar. Yaxshi. AUPR haqida. AUPR haqida endi aytadigan bo'lsak, AUPR asosan qiz bolalar uchun deydi. Qiz bolalarni AUPRga olish. Bu nima o'zi? Germaniyada nemis oilasi bilan birga yashash, ularning farzandlarini parvarish qilishga yordam berish va uy yumushlariga yordam berish uchun ochilgan dastur bu. O'sha xalqaro kandidatlarni qabul qiladi. Ular eng kam darajadagi til sertifikati talabi bor. A1, A2. Ko'pchilik Germaniyaga asosiy boshlang'ich yo'l sifatida ko'radi, asosiy emas. Tushunarli. Shunda xizmatkor bo'lib kelar ekanmi, to'g'rimi? Qo'pol qilib aytganda shunaqa desa ham bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda shunaqa, lekin unchalik ham emas, chunki o'zi yashayotgan hayotda sizni ham yashatadi ular. Ya'ni o'zi qayergadir dam olishga borsa, birga olib ketadi. O'zi shanba qayergadir borib ovqatlansa, sizni ham olib boradi. Siz birga yurasiz va bundan tashqari sizga cho'ntak puli ham beradi. Bu AUPR daraja nima bo'ladi? Programmasi ko'proq Germaniya madaniyatiga moslashish uchun yo'l desak ham bo'ladi. Siz o'sha vaqt davomida ham til o'rganasiz, ham madaniyatga moslashasiz, ham kimnidir uyida o'sha ozgina ishini qilib, ozgina pul topishingiz mumkin. O'ta katta pul bo'lmaydi, aytganimda cho'ntak puli deyiladi. Ya'ni misol uchun o'zingizni qizingizga ko'chaga chiqayotganda qanaqa pul bersangiz, sizga ham xuddi shunga o'xshagan cho'ntak puli berishadi o'sha paytda. Endi bu ham juda ko'p bo'lmaydi, adashmasam, haftasiga 36 soat bo'lishi kerak ish vaqti ham. Keyin cho'ntak puli 280 yevro atrofida bo'ladi. Ya'ni til o'rganmoqchi bo'lsa, til kurslarini qoplab berishi mumkin maksimum. Xuddi shunaqa. Xo'p, qanaqa talablari bor edi buni? Asosan qizlar. Asosan qizlarni oladi. Oilalarni ko'pincha olmaydi, chunki ularning o'zlarining oilasi bor. Keyin eng kam daraja, eng kamida A1 bilan qabul qiladi. Demak, unga super konto qo'yish shart emas. Bu shot qo'yish shart emas. Tushunarli. Endi afzalliklari boya men bilmasdan gapirib o'tib ketib qo'ydim. Ya'ni madaniyatga moslashish boshqa barobatlar, buni qaytarib o'tirmaymiz. Yana qanaqadir endi kamchiliklari haqida gaplashaylik. Nimadir kamchiligi bormi sizda? Kamchiligi endi bu mentalitetdan kelib chiqsa bo'ladi, ya'ni o'zimizda o'zbek mentalitetiga sal tushmasligi mumkin, ya'ni nemis mentaliteti. U qanaqa oilaga tushib qoladi? Yaxshi oilami, yomon oilami aytib bo'lmaydi. Shu tomon kamchilik desa bo'ladi. Agar yaxshi oilaga tushadigan bo'lsa, ya'ni siz aytgandek til kurslarigacha qoplab berib, nimadir yemoqchi bo'lsa, unga ham olib berib yoki o'zini farzandiga ulashgan narsani AUPRga kelgan kandidatga ham ulashadigan bo'lsa, bu yaxshi. Peshanasi. Agar sal yomon oilaga tushib qoladigan bo'lsa, u oilada qiynalishi mumkin. Ya'ni u yerda qanaqa bo'ladi? Misol uchun biz musulmonlarga har xil iste'mol qilinadigan go'shtlar muammo bo'lishi mumkin. Ularda halol mahsulotlar kamroq bo'lishi mumkin. Oddiy ovqat sifatida qaraydigan bo'lsak, bu misol endi. Bu yerdagi Endi savol. Yomon oilaga tushib qoldi. Oilani o'zgartirish iloji bormi? Bu haqida to'liq ma'lumot yo'q, lekin buni bilmayman. Buni aniqlashtiramiz. Yaxshi. Demak, oilani almashtirish bu masala alohida hali ochiq qolib ketdi, gaplashamiz bu haqida. Demak, yomon tomoni yaxshi bo'lmagan oilaga tushib qolish mumkin. Men eshitgan odamlarim bor. Endi bu o'zbeklar emas, tanishlar bordi. Qirg'izistondan, Qozog'istondan AUPR qilib kelgan qizlar bor edi. Ularni tasvirlashiga qaraganda juda ham go'zal edi. Lekin baribir hamma o'zini ichini o'zi bilsa kerak menimcha. Bu haqida yana aytganimdek, alohida odamlar bilan gaplashamiz. Tajribasidan kelib chiqib. Keyingi savol. AUPR keldi. O'sha holatda vizasini o'zgartirish mumkinmi? Ya'ni boshqa yo'nalishga o'tish mumkinmi AUPR kelgan qizlar? AUPR dasturini to'liq tugatgandan keyin topshirishi mumkin. Endi uni talabi yosh chegarasi bormi qizlarda? Shuni? Adashmasam 26 yoki 28 yoshgacha. 28 yoshgacha. Xo'p, programma necha yil bo'ladi shunda? 1 yilgacha. 1 yilgacha bo'ladi. Tushunarli. Yaxshi. Uni lekin uzaytirish mumkin, to'g'rimi? Uni yo'q. 12 oygacha maksimum, undan keyin uzaytirib bo'lmaydi.
Aha, tushunarli. Demak, uni uzaytirib bo'lmaydi, 12 oygacha bo'ladi xolos. Endi kun tartibi boya aytilganidaqa oilada qiz sifatida bo'ladi va hech qayerda o'qimaydigan qiz bo'ladi. Endi til kursi qilaman desa, til kursini rasmotini to'laydi. Til kursiga haftasiga deyarli har kuni 2 soatdan borib kelishi mumkin. Lekin qog'ozda yozilgan ish soati bo'ladi bularni. Shu boya aytilganidaqa minimum 35 dedingiz, adashmasam. 36 soat 36 haftasiga. soat haftasiga ishlash kerak bo'ladi qizlar. Bu degani 36 soat uy ishini qilish kerak degani. Buni hisoblash o'sha ish uy berib uydagilarni, ya'ni sizga o'sha uy joy berayotganlarni anaqasiga bog'liq, xarakteriga bog'liq bo'lgan narsa. Demak, bunga alohida kvartira qidirib o'tish ham shart emas. To'g'ridan to'g'ri uyga boradi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Tushunarli. Xo'p, rasxodlari haqida deyarli rasxodlari buniki ham juda ham kam. Firma to'lovi bo'lishi mumkin agar o'zingiz topolmaydigan bo'lsangiz. Eng katta rasxod shu bo'lishi mumkin. Qolgani o'sha viza to'lovi, yo'l kirasiz. Даже ba'zilari yo'l kirani ham to'lab beradigan oilalar bor. Germaniyada sizniki. Shunisini hisobi bor. Xo'p, yaxshi qo'shimchalar bormi Alper bo'yicha sizda? Alper bo'yicha unchalik ko'p ma'lumotga ega emasman, Javohir aka. O'zbekistonda o'zi juda kamchilik Alper qiladi, shuning uchun Shunaqa. aytganimdaqa men bilgan tanishlarim ham o'zbekistonlik emas AOPR qilganlar, lekin bitta ikkita qizlarni kimdir aytdi menga shunaqa qilishdi dedi. Gaplashib ko'ramiz agar bog'lana olsak, agar ularni roziligini ola olsak. Xo'p, keyingisi Fachkraft masalasi, MFA va Pflegehilfskraft. Bu bo'yicha o'tgan safar ozgina gapirib o'tdim. Bu bo'yicha men o'zim alohida suhbat qilaman bunga. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar, bu narsani tashlab o'tsak, chunki shundoq ham 1,5 soatdan ko'p bo'ldi boshlaganimizga. 1,5 soatcha ko'p qoldi. Bu haqida aytganda alohida gaplashamiz va berilgan savollarni hal ko'rasiz. Juda ko'p aynan shu masalalar. Bularni savollarga javob bersak ham sizni taniganlar meditsina sohasida sog'lomlarni to'plab qo'yishibdi o'zi. Shunaqa juda ko'payib ketib qolibdi, ko'rib chiqdim. Xo'p, keyingisi oila birlashtirish do'stlar. Oila birlashtirish masalasini ham alohida gaplashamiz, iloji bo'lsa, chunki bu ham ozgina uzoqroq. Kelinglar qisqa qilib aytib o'taman oila birlashtirish masalasini. Juda ham ko'p berilgan savollar bor. O'sha savollarni bitta qilib javob berib ketishga harakat qilaman. Oila birlashtirish masalasi. Birinchi navbatda eslab qolinglar. Siz O'zbekistonda turmush qurgan bo'lsangiz va farzandingiz bo'lsa, umuman farzandingiz bo'lishi ham shart emas. O'zbekistonda turmush qurgan bo'lsangiz, o'zingizga ish topganingizdan keyin Germaniyada to'g'ridan to'g'ri o'zingizni oilangizni o'zingiz bilan birga olib kela olmaysiz Germaniyaga. Qachonki siz Facharzt sifatida Germaniyaga tan olingan bo'lmasangiz, ya'ni Facharzt degani bu mutaxassis shifokor va siz O'zbekistonda turib mutaxassis shifokorlik ishini Germaniyada topsangiz va o'sha orqali viza olishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, shunda birga topshirish imkoniyati bor. Shu narsani qilgan odam yo'q, lekin qilish mumkinligini bilgan odamlardan so'raganida xuddi shu javob olganman, lekin ungacha deyarli iloji yo'q. Turmush o'rtog'ingiz bilan birga bittada noldan kelishi. Bu degani, siz ishingizni topasiz, Germaniyaga kelib joylashasiz, kvartiraga joylashasiz, kvartirani topasiz, ishga moslashasiz va ana shundan keyingina siz oilangizni Germaniyaga olib kelishga ya'ni ariza berishingiz mumkin. Aynan shu arizadan so'nggina sizni turmush o'rtog'ingizga viza berib chiqilishi ko'rishni boshlanadi. Hozirgi kunda oila birlashtirishga ketayotgan vaqt 6 oydan ozgina ko'proq. 6 oydan 9 oygacha desak ham bo'laveradi. Shunaqalarni ko'rdim. Oldin misol uchun aynan shu 2025-yilni o'tgan yilni 2025-yilning boshida juda ham oson bo'ldi, chunki termin olish oson edi. Elektron tizimga o'tganidan keyin tez termin berayotgandi. Lekin 2025-yilning iyun deylik, iyun oyidan boshlab ariza berganlarning ishi 6 oy atrofida hal bo'ldi juda ko'pchilikniki. Hozir undan ham cho'zilyapti. Aynan shaxsan menda bu proses hali 6 oydan o'tdi, lekin hali vizamizni olganimiz yo'q. Chunki elchixonadan chaqirmayapti. Ya'ni hujjatingizni olib keling deb turib termin berish kerak. Shu uchrashuv cho'zilyapti. Bu degani oilangizni olib borishingizga ish topib joylash, Germaniyaga kelganingizdan keyin minimum 6 oy vaqt ketadi. Minimum. Endi talablari bor bunga yarasha. Sizni oilangizga viza chiqishi uchun sizni topayotgan pulingiz yetarli bo'lishi kerak. Sizni bu yerda istiqomat qilayotgan makoningiz bo'lishi kerak. Uyingiz, ya'ni kvartirangiz bo'lishi kerak va kvartirani kvadrati, ya'ni yashash maydoni yetarli bo'lishi kerak. Bu har xil viloyatlarda har xil bo'lishi mumkin, lekin o'rtacha hisobda bitta odamga 14 kvadrat metrdan hisoblanadi. 12 yoki 14 metr kvadratdan hisoblanadi.
Shunda bu degani 2 kishilik kvartira 30 kvadrat metrdan katta bo'lishi kerak. Bu nazariy jihatdan xolos. Lekin bilib bo'lmaydi. Avsanda Befyorda bu yerdagi ya'ni boshqarma, DAV fuqaro xizmatlarini desak bo'laveradi. Aynan shu joy sizdan boshqa hujjatlarni so'rab qolishi mumkin yoki kvartirang kichkina ekan o'zgartir deb qolishi mumkin. Oyliging kam ekan o'zgart, ko'tar oyligingni deyishi mumkin. Shunaqa talablari bor. Oylik viloyatlar kesimida hech bo'lmaganda hozirgi kunda 2800 bo'lishi kerak agar kvartirangiz 1000 yevrodan arzon bo'lsa. Hech bo'lmaganda. Bu ham nazariy xolos. Buni fixed anaqasi yo'q. Konkret rasmiy holati yo'q. Aytganim viloyatdan viloyatga, tumandan tumanga farqlanishi mumkin bo'lgan narsa bu. Lekin o'rtacha holatda aytyapman men sizlarga. Aytganim 2800 oyligingiz qo'lingizga tegadigan emas, soliqdan tashqari, soliqlar bilan hisoblangani va kvartirangiz 1000 dan arzon bo'lishi kerak bo'lishi. Shu. Va shundan keyin asosiy talablar shu. Uyingiz, pulingiz va kasbingiz bo'lishi kerak, ishlayotgan bo'lishingiz kerak. Shu bilan bemalol hujjat topshiraverasiz. Hujjat topshirganingizdan keyin 6 oy kamida vaqt ketadi. Shu. Farzandingiz bo'lsa, uni ham qo'shib hisoblayverasiz rasxodlarni, aytilganidek. Xo'p, bu oila birlashtirish. Keyingisi. O'rtada bitta yo'nalish qolib ketdi. Bu ozgina eskirgan yo'nalish. FSJ va BFT yo'nalishi bor. Lekin bu anchagina nima desa bo'ladi, odamni Germaniyaga oldin O'zbekistondan olib kelgan va hali ham davom etyapti bu narsa. Aynan shular haqida hozir sizlar bilan gaplashamiz. Nima bu FSJ va BFT Dilshod? FSJ bu ko'ngilli sifatida Germaniyaga ishga borish. Asosan nimada bo'ladi? Kasalxonalarda, maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda bo'lishi mumkin. Yoki ba'zilar jinnixonada ham bo'lishi mumkin, eshitganman endi. Asosan qariyalarga qarash, shu sohalarda ko'ngilli sifatida ishga borish. FSJ bilan BFTni bir-biridan farqi bormi o'zi? Bor, yosh chegarasida. FSJ adashmasam 26 yoki 28 bu ham adashmasam. Bu yoshgacha FSJ qiladi. BFTda yosh chegarasi yo'q, rasmiy yosh chegarasi yo'q. Qanaqa? Qilayotgan ishida ham farq bo'ladimi ikkalasini, FSJ bilan BFTni? Bunisini aniq bilmadim, lekin ma'no jihatdan yo'q menimcha. Bir xil. Demak, hisobda volontyorlik desak ham bo'laveradi. Kelib shu yerda qanaqadir dastyor, yordamchi bo'lib ishlab yuradi bunaqa qilib. Tushunarli. Yaxshi, qanaqa talablari bor? Talabi til bilish. Hozirda kamida B1 talab qilyapti. Hozir kamida B1. Lekin aytganimdek oldin kelgan akalarimiz bilan gaplashganimizda A1, A2 bilan kelgan bolalar ham bor. Yaxshi. Til talabi, yana boshqa talab bormi? Boshqa talabi menimcha yo'q. Menimcha yo'q. Okey, menimcha ham yo'q. Bunga shperkonto qo'yish shart emas. Bunga ham. Nimaga shart emas endi bu? Bu yerda ishga keladi, chunki yotoq joylar hamma narsasi bo'ladi. Yana qo'liga adashmasam 500-600 maksimum atrofida pul ham beradi, cho'ntak puli. Xuddi shunaqa. Yaxshi, demak talablarni ko'rdik. Til darajasi hozir bir kamida bo'lishi kerak ekan. Endi yaxshi tomonlari nima? Yaxshi tomoni Germaniyaga kirish uchun yaxshi yo'l desa ham bo'ladi. Uni ko'pchilik misol uchun Britaniyaga ishga moslashib keta olmasligi mumkin yoki til darajasi yetmasligi mumkin. Oldinroqda hozirgi vaziyatda sal qiyinroq, lekin oldinroq pastroq til darajasi bilan ham borgan, yo'da o'sha sal og'irroq sohalarda ham ishlab ko'rgan, odamlar bilan muloqot qilgan, Germaniyaga osonroq moslashib ketgan. Bu volontyorlik dasturidan keyin uning boshqa ishlarga o'tishi nisbatan osonroq bo'lgan. Chunki unda tajriba bor sifatida qaralgan, ya'ni ish beruvchilar bu ma'noda o'zini xohishi bilan kelib ishlabdi, ko'ngilli sifatda degan narsa bir qanaqadir iliqlik deydimi unga. Shunaqa bo'ladi. Yaxshiroq ishlarga topishi, misol uchun yaxshiroq ausbildinglar topishi. Afzallik tomoni shunda deb o'ylayman. Pulida ozmuncha bo'lsa ham puli bo'lishi. Endi hozirda ko'pchilik topshirmayapti. Nimaga? 6 oy, 1 yil o'zini vaqtini sarflab tekinga ishlab yurishni ko'pchilik hozir xohlamayapti. Oldinroqda odamlar buni yaxshiroq yo'l deb bilgan o'ziga. Kvartirasi uchun o'zi pul to'laydimi? Kvartirasi uchun menimcha yotoq joy qilib bersa kerak.
aniq bilmayman javob aka. Bunisini aniq gaplashamiz. Kim bilandir gaplashganimda qanchadir miqdorda to'lardim degan, juda ham kam miqdor aytgan, kimdir umuman to'lamasdim degan. Ya'ni buni yana bir yaxshi tomonlardan bittasi, yotoq joyga bosh qotirmaysiz. Ya'ni sizga tayyor yotoq joy berishadi. Juda kam miqdorda to'lashingiz mumkin yoki umuman to'lamasligingiz ham mumkin. Afzalliklardan bittasi shu. Demak, oldingi Germaniyaga ketishga ko'prik bo'lgan yo'nalishlardan bittasi, tezkor yo'nalishlardan bittasi. Keyingisi o'sha keyinchalik o'zgartirib ketish mumkin bo'lgan, ya'ni fleksibel bo'lgan yo'nalishlardan bittasi, boshqa yo'nalishga bemalol o'tsa bo'ladigan va boshni unchalik qotirmaydigan, ya'ni tayyor ishga tayyor joyga keladigan yo'nalishlardan bittasi. Yosh chegarasi yo'q, aytilganidaqa. Xo'p, kamchiliklari. Kamchiliklari o'sha hozir aytib o'tib ketdim. Hozir ko'pchilik tanlamayotganiga sabab shu, uzoq vaqt davomida faqat cho'ntak puli uchun ishlash. Ko'p vaqt yo'qotib qo'yadi. Bunda yaxshi pul topolmaydi. Bunda yaxshi pul topolmaydi, to'g'ri. Good. Yana nima? Kun tartibi o'sha qanaqa ishga joylashganiga bog'liq. Ya'ni aynan maktabda ishlayaptimi, bog'chada ishlayaptimi, kasalxonada ishlayaptimi, o'sha joyga qarab turib o'sha ishlarni qilib yuradi. Ya'ni yordam berib yuradi. Unga vazifalar topshiriladi va o'sha odam o'z vazifalarini qilib boradi. Shunga keyin kontakt puli beriladi. Shu eng ko'pi 500-600 yevrogacha. Shunda o'sha 500-600 yevro siz cho'ntagingizda qoldi. Taxminan yebicharingizdan tashqari. Chunki yebicharingizni o'zingiz rasvot qilasiz. Deyarli pul qolmasa ekan shunda. 300 qolmasa, 200-300 qolmasa boshqa pul qolmaydi. Agar mini job qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmaysizmi? Yo'q, bundan xabarim yo'q aka. Bunisini bo'lish kerak. Boradi deb aytishganida, qilganmiz deb aytishganida, shuning uchun. Lekin charchatib qo'yadi ozgina, chunki bu haqiqiy ish, ya'ni ishda yurasiz demoqchiman. Endi buni til kursiga solishtirsak ham bo'laveradi, deyarli. Til kursini pulsiz alternativa desak ham bo'ladi. Til kursiga juda katta rasxod ketayotganida, boya aytilgan, juda katta emas, har holda kattaroq. Hozir gaplashgan mavzularimizning eng kattasi til kursiga rasxod ketadi. Lekin tez va fleksibel. Bu ham tez, fleksibel, lekin rasxodsiz, yomon tomoni ishlab berishingiz kerak o'sha joyda. Ko'ngilli bo'lib turib ishlab berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Qo'shimchalar ham bunga FS javob beribdi. Yo'q aka, hozircha yo'q. Tushunarli. Xo'p, do'stlar, kelinglar, hozir endi mavzularni to'liq tugatdik. Sizlar bilan gaplashishimiz kerak bo'lgan Fachkraft yo'nalishi, MFA Fachkraftlar bilan biz alohida gaplashamiz, do'stlar. Chunki hozir o'zi savollarga javob berganimda ham yetarli bo'ladi sizlarda shu narsa. Chunki o'tgan safar ham xuddi shu narsa haqida ozgina gaplashdik. Shuning uchun yana qaytadan to'xtalish menimcha ko'proq vaqt olib qo'yadi. Oila birlashtirish haqida ham umumiy ma'lumotni berib ketdim, talablarini aytib ketdim. Endi undan keyin oila birlashtirgandan keyin O'zbekistonga, Germaniyaga kelib turib hayot tarzi qanaqa bo'ladi, buni aytishim shart emas, chunki turmush o'rtog'i bilan birga yashaydi, nima qilsa shuni qiladi, nima qildi desa balki. Shunaqa. Endi kelinglar savollarga o'tamiz. Birinchi savol, alaykum assalom. Ausbildung qilish uchun hujjatlarni to'g'ri tayyorlash va konsaltinglarsiz Ausbildung shartnoma olish hamda elchixona kerakli hujjatlar va ularni to'g'ri tayyorlash haqida batafsil ma'lumot. Bu haqida gaplashdik. Hujjat haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz, nimaga e'tibor berish kerak ko'proq? Hujjat, unchalik hujjat ishlari qiyin emas. Bu asosan Germaniyadan olinadigan hujjatlar, ya'ni Ausbildung joyidan olinadigan hujjatlar bo'ladi. Ausbildung joy qidirish anaqasini aytibdi, muammosini aytibdi. O'zligi ish topa olmasligining asosiy sababi tilni yaxshi bilmasligi yoki harakat qilib ko'rmasligi. Shunchaki ChatGPT hozir hamma ishni oson qilib qo'ygan. Ausbildung joyini qayerdan topaman desa, eng topdagi saytlarni chiqarib beradi. Xalqaro talabalarga hozir ozgina talab kamaygan. Germaniyada ham ular ko'rib chiqish sal pasaygan. Chunki talab oshib ketdi. Boshqa joydan ham yaxshi talabgorlar chiqib kelayotganligi sababli sal sekinroq javob berishi mumkin. Misol uchun 30 ta 40 tasiga beurben qilsangiz, 2 ta 3 tasidan javob kelishi mumkin. Lekin harakat qilsa bo'ladi. Siz o'zingiz harakat qilsangiz, yaxshiroq sohalarga harakat qilsangiz bo'ladi. Agar firma konsaltinglar bo'ladigan bo'lsa, ular asosan zavod, qurilish, qanaqadir odamlar ishlamaydigan, kamroq boradigan joylarga tavsiya qilishi mumkin, chunki ularda shunaqa vakansiya bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ishga ariza berayotganinglarda iloji boricha ko'prog'iga beraylik. Faqat hujjatlarni cho'tka qilib olib, yaxshi rezyume, ya'ni CV, Lebenslauf qilib, motivatsion shraybni, motivatsion xatni yaxshilab yozib turib, iloji boricha ko'proq qilaveringlar. Отказ olishinglar, ya'ni
qabul qilishmasligi, rad etilishi judayam ehtimolligi katta. Lekin ichida chiqadi kamida bitta ikkitasi sizni taklif qiladigan Ausbildungga. Shunda tekinga kela olasiz Ausbildung qilib. Qaysidir firma yordamisiz. Bu o'sha aytilganidek O'zbekistonda o'qishga kira olmagan yoki nima qilishni bilmay yurgan bolalar nemis tilini o'rgansa, yaxshi yo'nalishlardan bittasi. Keyingi savol. O'zBda Ausbildung, O'zbekistonda Ausbildung tan olinadimi? Dilshod? O'zbekistonda ham adashmasam hozir Farg'onada Ausbildung maktabi ochilyapti. Lekin qanchalik 100% tan olinadi yo'q, buni hali bilmayman. Bu Lekin hozircha Ausbildung maktabi ochilyapti. lekin bitta narsani eslab qo'yinglar, bu oliy ta'lim emas Ausbildung. Bu kollej diplomi, ya'ni O'zbekistonda kollej diplomini tan olgandaqa narsa. Shuni hisoblaylik. O'zbekistonga misol uchun qaytmoqchi bo'lsa ham demoqchiman. 11-sinf singlim nemis tili o'qiyapti, ikki yo'limiz bor. O'zBda filologiya yoki Ausbildung. Meni maslahatim shaxsan O'zbekistonda filologiya topshirib ko'rsin. Agar o'qishga kirib qolsa o'qisin. Agar o'qishga kira olmaydigan bo'lsa, unda Ausbildung qilgani yaxshi menimcha. Bitta narsa bor. Agar til yo'nalishida nemis tilida, misol uchun nemis tili Ausbildung qilib Germaniyaga keladigan bo'lsa, Germaniyada kurs o'tib yurib ham O'zbekistondagi uncha odamlar ko'p pul topa oladi. Nemis tilida kurs o'tib yurib demoqchiman. Ausbildungni tanlasak O'zBga qayta olmaslikdan xavotirdamiz. O'zbekistonga qaytsa ham nemis tilidan kurs o'tsa bo'ladi. O'zbekistonga qaytib diplomi tan olinmasa ham o'quv markazida o'tsa bo'ladi, kursni boshqa joyda o'tsa bo'ladi. U katta muammo emas. Xo'p, Germaniyaga ishga kirish uchun diplom balli qanchalik ahamiyatli? Diplom balli ahamiyatli O'zbekistonda Germaniyaga ishga kirish uchun umuman qaramaydi. Men diplomni hali birortasi ochib qaraganim yo'q. Xo'p, o'qish ko'chirish bo'yicha mana shu narsa qolib ketibdi. O'shanda bir gapirishimiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi. O'qishni ko'chirish juda ham qiyin jarayon, chunki bizda kredit ta'lim tizimi bor. Germaniyada ba'zi universitetlarda kredit bor yoki yo'q. Rossiyada umuman kredit modul tizimi bo'lmasa kerak. Ko'p universitetlarda eshitganman, Rossiyadan bizga perevod qilishni xohlaganlar aloqaga chiqishgan, ularda ham yo'q. Shu sababli sal qiyinroq. Ya'ni o'rtada foundation talab qiladi, ya'ni studentkolik talab qiladigan universitetlar bor. O'zbekistonda 1 yil farq bo'lib qoladi. Ya'ni siz 3-kursda o'qiyapsizda, Germaniyaga borib yana 1-kursdan o'qish boshlash sizga nesto'yib bo'lishi mumkin. Ya'ni blokshot qo'yasiz, xarajatlaringiz bo'ladi, fanlaringizda farqi bo'lib qolishi mumkin. Siz o'qiyotgan universitet Germaniyada tan olinmasligi mumkin. Ya'ni Anabenda H+ bo'lmasligi mumkin. Shu jihatlarni oladigan bo'lsak, agar o'qib turgan o'qishini yoki tashlash kerak, bu yaxshi yo'l, yoki o'qishni tugatib keyin magistraturaga yoki birdan ishga harakat qilgan yaxshiroq. Xuddi shunaqa o'qish ko'chirish masalasi hozir aytilganidek juda qiyin proses, juda ham qiyin proses. Keyin bitta narsa, o'qishni ko'chirganingiz bilan ham, o'sha qiyin prosesdan o'tganingiz bilan ham birga-bir bo'lmaydi hech qachon. Misol uchun 3-kursdan keyin ko'chirishni deyarli iloji yo'q. Lekin men ko'rganlarim, eshitganlarim O'zbekistonda tibbiyot universitetida 2-kursda o'qib yurib, ya'ni 1 yil o'qib yurganda ular Germaniyaga tibbiyot universitetiga 0dan, ya'ni 1-kursdan boshlab student kolleksiz perevod qilgan bolalar bor. Bu yerda nima haqida gap ketyapti? Aynan o'sha 1-yil institutda o'qigan yili o'sha yerda olgan baholari krediti aynan topshirgan universitetini kreditlariga to'g'ri kelgan. Student kollekdan olish mumkin bo'lgan ma'lumotlarga to'g'ri kelgan. Shuning uchun 1-kursdan qabul qilishgan ularni. Buni iloji bor, lekin 0dan qaytasiz. 3-kurs bo'lsangiz ham 0dan qaytasiz. 4-kursdan keyin ma'no yo'q menimcha. Bu o'qish ko'chirib 3 yil umringizni yutqizgandan ko'ra undan O'zbekistonda bitirib keyin kelganingiz yaxshiroq. O'qish ko'chirish masalasi shu. O'sha 1-kursingizda hozir misol uchun keladigan bo'lsa, student kollekka oladi. Student kollekdan keyin o'qishga kiradi. Ya'ni 2 yil yutkazyapsizlar bu orqasidan. Shuning uchun O'zbekistonda o'qib kelsin. Men o'zim singlimga shunaqa maslahat beraman, misol uchun. Ukamga. Oila birlashtiruv jarayoni juda cho'zilayotgani sababi men dastlab ayolimni ham Germaniyaga ish bilan ta'minlash hamda O'zbekistondagi farzandimni bola birlashtiruv vizasi bilan olib keltirish niyatim bor. Shu jarayon qanchalik reallikka yaqin va tezroq? Men va ayolim medikmiz. Ayolingizni ish bilan ta'minlashingiz bilan oila birlashtirishga ketadigan vaqt bir xil bo'ladi. Ikkalasi ham, ya'ni Fachkraftga ham, oila birlashtirishga ham deyarli bir xil vaqt ketyapti. Shuning uchun oila birlashtiruv qilasizmi, Fachkraft qilib o'sha oilangizni birga olib kelasizmi, bir xil vaqt ketadi. Yaxshi tomoni oilangiz keliboq, bolalaringiz ishlashi mumkin. Ya'ni ayolingiz demoqchiman, Germaniyada agar ishlatishni xohlasangiz, bemalol ishlay oladi. Va shu bilan birgalikda farzandingiz uchun siz alohida yana kontrakt qilishingiz kerak olib kelish uchun. Savolingizni berishingiz mumkin. Va alaykum assalom. Menda bitta savol bor. Bakalavrga Germaniyaga 0dan o'qishga kirish tartibi qanaqa bo'ladi? Soha nanotexnologiya.
Mhm. Agar sertifikatlar bo'lsa, endi minimalniy sertifikat bali qancha bo'lishi kerak? Angliyskidan C1 bor, IELTS. Hozir nemisga o'qiyotganman. Yaxshi. Dilshod? Sizdan talab qilinadigan asosiy narsa IELTS bor ekan, til darajangiz bor. Siz tanlagan va siz tanlagan o'qishda, universitet yoki institutda o'sha siz tanlagan yo'nalish bo'lishi kerak. U xalqaro studentlarni ingliz tilida ta'limga qabul qiladimi? Ya'ni siz IELTS bilan topshirasiz, ingliz tilida qabul qiladimi? Agar qabul qiladigan bo'lsa, unda studentko'lik talabi bormi, yo'qmi? Buni bilishingiz kerak. Agar ular qabul qiladigan bo'lsa, undan keyin elchixonani blokshot, ya'ni shifr-konto talabi bor. Bunga moliyaviy imkoniyat yetarli bo'lsa, bemalol o'qishingiz mumkin. Shunda qo'shimcha to'lovlar ham bo'ladimi? Va kontrakt grant qanaqa bo'ladi u? Yo'q, agar davlat universitetini tanlaydigan bo'lsangiz, u asosan tekin bo'ladi. Yani semestr to'lov bo'ladi. Yani 6 oyga qanchadir 200-300 atrofida o'rtacha, maksimum 800 gacha qimmat joylarda. Shu oralarda semestr feesi bor. Bu o'sha o'qishdagi kutubxona, boshqa resurslardan foydalanganligingiz semestr to'lovi. Tepada Javhar aka to'liq aytib o'tib ketdi bu narsani. Sertifikat nemiskidan. Nemis, agar siz ta'lim tilingizni nemis tilida tanlaydigan bo'lsangiz, ya'ni nemis tilida o'qiydigan bo'lsangiz, o'qishingizda sizdan eng kamida B2 yoki C1 talab qilinadi. Asosan C1 bo'lsa, yaxshiroq qabul qiladi ular. Tushunarli. Qarang, agar o'qishga apply qilgandan keyin kirsa, baribir bankda shot bo'lishi kerak deb aytishadi. Xuddi shunaqa. Siz birinchi qabul xatlarni olaverganingizdan keyin vizaga topshirish jarayonida nemis bankidan hisob raqam ochasiz. Nemis bankiga pul qo'yasiz va u pul muzlatiladi. Borganingizdan keyin oyma-oy ishlatsangiz bo'ladi. Bu unchalik muammo emas. Siz asosiy qiladigan ishingiz universitetdan qabul xati olish. Tushunarli. Rahmat. Ketma-ketligi umumiy qilib aytganda xuddi shunaqa. Birinchi navbatda siz o'zingizga universitet topasiz, aynan sizni yo'nalishingizda imkon, ya'ni sizga taklif qila olishi kerak o'sha yo'nalishni. Tanlaganingizdan keyin hujjat topshirasiz. Sizni hujjatlaringizni qabul qilishganidan keyin sizga taklifnoma xati berishadi, siz o'qishga kirganingiz haqida. Aynan shu hujjatdan keyin shifr-konto ochasiz, ya'ni blokshot va elchixonaga hujjatlaringizni topshirasiz, viza olasiz, o'qishni keyingi semestrdan boshlaysiz. Umumiy qilganimiz. Ingliz tili bilan ham bo'laveradi, nemis tili bo'lishi shart emas, chunki nanotexnologiya bu xalqaro yo'nalishlardan bittasi. Shuning uchun topish oson, agar ingliz tilini o'zida bo'lsa bo'lmoq. Ta'lim yo'nalishlarida ko'pchilik o'qiyotganman, 3-chi kursman, bitirishimga yana 1,5 qoldi-da. U qandaydir plusi bo'ladimi? Lekin soham bu yerda mobilniy svязьda nanotexnologiyaga почти aloqasi yo'q desa ham bo'ladi. Plus bo'ladimi? Noldan topshirganda bo'ladimi? Xuddi mana boshqatdan bakalavriga o'qimoqchimiz, shunda o'qishingizni to'liq tugatmasdan. Hozir savolingizni tushunmay qoldik. Siz bakalavringizni oxirigacha tugatmasdan turib boshqatdan o'qimoqchimisiz shunda Germaniyada? Tugatib turib, keyin yana bakalavr boshqa yo'nalishda o'qimoqchiman. O'sha bo'layotganimizda bo'ladi unaqa bo'lsa. U hozir o'qiganingiz umuman plusi yo'q. Xo'p, keyingi savol. Tibbiyot yo'nalishini bitirib A2+ B1 darajani bilib, B2 ni Germaniyada o'qimoqchi bo'lganlar yoki tezroq borish istagida bo'lgan tibbiyot bitiruvchilariga til kursi bilan borishni qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz va taxminan qancha xarajat ketadi? Xarajatini aytdim. Men to'g'risi, agar o'zi B1 o'qib qo'ygan bo'lsangiz, bu yerga kelib B2 kurs qilishingizga qarshiman. Dilshod, siz o'zingiz fikringizni aytishingiz mumkin. Agar juda ham shoshilinch borishlari kerak bo'lsa, moliya imkoniyati yaxshi bo'lsa, bu yomon joyi yo'q deb o'ylayman. Agar moliya tomondan sal qiynalib qoladigan bo'lsangiz yoki oilangiz rizqidan sal siqib qo'yadigan bo'lsangiz, tavsiya bermayman. Birdan harakat qilib, kutib, yetarlicha birdan Fachkraft yoki MFAga borganingiz yaxshi. Okey, hozirda Fachkraft uchun termin va viza jarayonlarini juda cho'zilmoqda. Shuning uchun Chancen karta vizani tezroq olib, keyin Germaniyada viza turini o'zgartirish qanchalik praktik? Afsuski, bu ham hozir juda ham cho'zilib ketgan. Xuddi oila birlashtirish qanaqa cho'zilgan bo'lsa, Chancen karta ham xuddi shunaqa cho'zilib ketgan. Bosikani misolda ko'rsak bo'ladi. Ancha yaxshi bilasiz.
Adashmasam 6 oylar kutdi shansin kartani ham, keyin uni отказ qilib til kursiga topshirdilar. Undan keyin ham uni ham отказ qildi oilaviy sabablarga ko'ra. Aytmoqchi bo'lganim, shansin karta ham hozir yaxshi yechim emas. Agar nimadir ma'lumot kerak bo'lsa aytib o'tib ketsak bo'ladi. Unda ham mutaxassisligi bor odamlar Germaniyaga borish uchun o'znoma bilan shans sifatida ko'rsa bo'ladi. Bunda blokshot, ya'ni shpirkonta talabi bor va 20 soatgacha ishlash imkoniyatiga ega. Ya'ni o'zlarini ish topib, ishlab ko'rish imkoniyatiga ega. O'zini qanaqa tutadi, qanaqa ko'rsatadi, Germaniya uchunmi? Xuddi shunaqa. Shansi karta yo'nalishi esdan chiqib qolibdi, afsuski. Qo'shish shunchaki qo'shmaganim unchalik ko'p odam kelmagani uchun bo'ldi. Ya'ni deyarli foydasiz yo'nalish. Bu shansi karta chiqqan payt rosa shov-shuv bo'ldi. Oson bo'lib ketadi, boshqa balobatlar, tuda, lekin yo'q. Shansi karta bilan kelganlar deyarli men ko'rmadim, guvoh bo'lmadim to'g'risi. Shu joyda yana qo'shimcha qilsak bo'ladi. Blue card ham bor. Blue card kimlar uchun? U asosan malakali mutaxassislar, ya'ni xalqaro kompaniyalarga boradigan. Bunda oilani birdaniga oila birlashtirish qilib topshirsa bo'ladi. Juda qiyin. Buni talablarga javob beradigan mutaxassis bo'lish qiyin. Xuddi shu. Boya sizlarga aytganimdaqa faqat dedim, mutaxassis shifokor dedim. Germaniyaga tan olinadigan mutaxassis shifokorlar aynan Blau karta yo'nalishi orqali kelsa bo'ladi Germaniyaga. Aynan shu Blau kartada oilangiz bilan birga kela olasiz. To'g'ridan to'g'ri Germaniyaga. Lekin bu qiyin. Buning uchun Germaniyaga kelib, siz mutaxassis vrach bo'lib, O'zbekistonga qaytib ketib, 10 yil O'zbekistonda ishlab turib, keyin Germaniyaga kelgisi kelib qolish kerak uning uchun. Xo'p, keyingisi yosh oila ikkisi ham medik shansin kartaga birgalikda ariza berish umuman noto'g'ri narsa. Undan bitta har qanaqasiga kelishingiz yaxshiroq, erkak kishi aniqrog'i. Yuqoridagi holatda farzand ham bo'lsa, shu yo'l bilan birga olib ketish imkoni bormi? Yo'q. Iloji yo'q. Shansin kartada farzandingiz umuman ruxsati yo'q, ya'ni farzandingizga umuman ruxsat berishmaydi. Er-xotin qilsanglar bo'ladi, to'g'ri, lekin battar qiyin bo'ladi. Bir kishi qilgandan ko'ra ancha qiyin bo'ladi. To'g'rimi? O'zim javob berib qo'yman. Uzr. Mahmudjon, alaykum assalom. Salom, til kursiga borgandan keyin masalan Dortmundda til kursiga, lekin talaba kursga bormasdan Vollzeit Bavariyada ish topib ishlab yursa bo'ladimi? Va blokshotdagi pul qaytarib bera oladimi oyma-oy? Bu boya gaplashdik. O'quv markaziga bog'liq. Agar o'quv markazi bilan gaplashadigan bo'lsa, boshqa o'ziga muammo bo'lmaydigan bo'lsa, qilsa bo'ladi. Pulni qaytarishga ham aloqasi yo'q. Okay. Ausbildung shartnomasi bor, lekin ish joyi bor, yashash joyi bor, lekin kasallik sabab 3 oy davomida ishlab bo'lmasa, bu holatda Aufenthalt avtomatik bekor bo'ladimi yoki tibbiy hujjatlar bilan saqlab qolish mumkinmi? Navbatchi oxiriga qarang, ish joyi bor ekan, yashash joyi bor ekan, lekin Ausbildung qilayotgan paytda kasal bo'lib qolibdi, 3 oy davomida ishlamabdi. Shu holatda Aufenthalt bekor bo'lib ketadimi, ishlamasam deyapti. Buni aniq bir narsa deya olmayman. Ish beruvchisini men aytishim mumkin bunga, yo'q, bekor bo'lmaydi. Agar siz Germaniyada kasalligingizni isbotlab bersangiz bo'lmaydi. Endi kasal bo'ldingiz, Germaniyada ish boshlagansiz, aytaylik 1 oydan o'tdi yoki 2 oydan o'tdi. Germaniyada ish boshlagansiz va kasal bo'lib qoldingiz. To'g'ridan-to'g'ri siz Hausarzt-praksisga borasiz, oilaviy poliklinikaga borasiz, shikoyatlaringizni aytasiz. Ular sizni faxarstga, ya'ni mutaxassis vrachga jo'natadi. Mutaxassis vrach sizni tekshirib olib, sizga diagnoz qo'yadi va siz uchun spravka beradi. Ya'ni sizni ishlamasligingiz haqida spravka beradi. Shu spravka anchagacha bo'lishi mumkin. Даже 3 yilgacha ham bo'lishi mumkin. Men ko'rganlarim bor, 1,5 yildan beri krankmening olgan va hali ham ishini saqlab qolganlar bor. Ya'ni siz kasalligingiz sababli ish beruvchingiz sizni ishdan haydashga haqqi yo'q. Bu yerda qonuniy taraflama bunga haqqi yo'q. Kasal vaqtingizda haydab yubora olmaydi ishdan. Va yana bitta tomoni bor, sizga o'sha pulingiz beriladi. Kasal bo'ladigan bo'lsangiz rostdan. Shunaqa. Men uchun ma'lumot bo'ldi. Shu paytgacha ko'rilmagan kes edi bu. Chunki bu yerda to'layotgan pullaringiz ichida, soliqlaringiz ichida Krankenversicherung bor. Ya'ni aynan soliq sug'urtasi bor. Aynan shu sug'urta sizni pulingizni qaytarib beradi. Ya'ni oylik sifatida sizga tashlab berib turadi. Undan tashqari ish beruvchi ham 50% to'laydi, ish beruvchi 50% aytganimdek sug'urta polisi to'lab beradi. Ishdan esa hayda olmaydi sizni. Agar haqiqatda qo'lingizda o'sha krankmening qog'ozi bo'lsa, yo'q, iloji yo'q, hayda olmaydi.
Do'stlar, hammaga kattakon rahmat. Bugungi aynan O'zbekistondan Germaniyaga deb nomlangan boshimizni kichkina deb nomlangan katta jonli efirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xohlasa yozib olingan narsalarni YouTube'ga joylaymiz, bemalol qayta ko'rishingiz mumkin. Dilshod, kattakon rahmat. Sizga ham rosa vaqtingizni olib, rosa charchatganimiz uchun. Kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandmanki siz sababli. Xudo xohlasa sizni ham vaqtingiz rosa qimmatli ekan, topish qiyin bo'lmadi, qiyin bo'ldi juda ham. Shuning uchun kattakon rahmat yana bir bor. Qanaqadir savollar bo'lsa, aytilganaqa o'zingizlarda bor, maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Dilshod aynan til kursi va Ausbildung yo'nalishlari bo'yicha anchagina tajribaga ega bo'lgan bolalardan hisoblanadi. Shuning uchun ko'p maslahatlari bilan sizlarni yo'lingizga balki badiiy qilib aytganda yo'l chiroq bo'lib berishi mumkin. Bemalol Telegramdan yoki Instagramdan yozsanglar bo'ladi agar o'zi qarshi bo'lmaydigan bo'lsa. Va javob bera olmay qolsa, ya'ni kechroq javob bersa xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Buni tushuntirib berdi. Dilshod, kattakon rahmat. Javohir aka, rahmat sizga. Xudo xohlasa yaxshi proyektlarda ko'rishguncha. Xudo xohlasa charchamang, yaxshi tomonga rahmat. Salomat bo'ling.